Assalomu alaykum hurmatli Jizzaxliklar. Sizlar bilan Jizzaxcha hangomaning navbatdagi sonida ko'rishib turibmiz. Bugungi mehmonimiz Sherzod aka Sulaymonov. Jizzaxdagi eng birinchi uy oldi sotdilarini internetda, ijtimoiy tarmoqda faol yuritib boruvchi blogerlardan biri. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qalaysiz? Rahmat. Hammaga ma'lum, biz podkast boshlashdan avval ijtimoiy tarmoqda, Instagramda e'lon qilganmiz va eng zo'r savolga mehmonimizdan $50 sovg'a hadya qilinishi aytilgan. Juda ham ko'pchilik obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz savol yo'llashibdi. Hammaga rahmat. Ularning ichidan eng zo'rlarini, saviyalilarini bersa maza qilib suhbatni davom ettirish mumkin bo'lganlarni ajratib olganmiz. Vaqtimiz yetguniga qadar birma-bir berib boramiz. Men imkon qadar mualliflarni aytmayman. Siz savollarni eslab qolib, tanlaganingizga xudo xolasa $50 ni hadya qilamiz. Lekin undan oldin meni o'zimning savolim bor. Mutaxassislik savollariga yoki kuzatuvchilarimizdan kelgan savollarga to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketishdan avval tanib olaylik. Sherzod aka o'zi kim? Qayerda katta bo'lgan? Qachon tug'ilgan? Yo'nalishi nimada? Bolalikdagi orzu, niyatlari qanaqa bo'lgan va hozir qayerda? Kelajakdagi rejalari qanday? Qisqacha o'zingizni tanishtirsangiz, biz keyin savollarga o'tamiz. Jizzax shahrida tug'ilganman. Shu yerda o'qiganmiz. Shu maktab birinchi Zilol mahallasi 29-maktabda tugatganmiz. Undan keyin Sayiljoy akademik litseyda xorijiy filologiya fakultetida o'qiganman. Endi hozirgi kunda ham talabaman. ISFT institutida 5-bosqich talabasi. Sirtqitdan o'qiymiz. Qayerda, shu yerda? Yo'q, Toshkentda. Sirtqi ta'limda o'qiymiz. Xudo xolasa bu yil tugatamiz. Yopilib ketishdan oldin ulgurgan ekansizda? Xudo xolasa, shunda ulgurdik. Sirtqilar yopilib ketgan o'zi. Yopilib ketdi. Fakultet buxgalteriya moliya. O'zi mutaxassisligim buxgalter moliyachi. Bu sohaga kirib kelishdan oldin xususiy bankda buxgalter bo'lib ishlaganman o'zi. Bu sohaga qiziqishim ham o'sha yerdan boshlangan. Sababi bizda xususiy bankda ko'chmas mulklarni, uylarni garov evaziga kredit ajratish, mikroqarz ajratish bor edi. O'shanda qiziqish boshlangan. 1 yilcha ishladim. Undan keyin bu sohaga qiziqdim va o'zim 2 oy shaxsiy ipoteka agentligim bor edi. Uni ishlatdim. Ipoteka agentligi, misol uchun birovga uy kerak bo'lsa, bank orqali shartnoma qilib, dildirlik shartnomasi bilan uy olib berishdi, ikkilamchi bozordan. Undan keyin bu sohaga qiziqdim. Kredit bank sohasini tashdimda, o'zim ko'chmas mulk realtorlik agentligiga qiziqib shu sohaga o'tib ketdik. Bu sohaga o'tganimizdan keyin birinchi o'rinda bozorni baribir o'rganasiz. Bozorda o'rganayotganda bizda media bozor kam. Aynan bu sohada ko'p Telegram kanallarni ko'rdim. Maklirlar o'zining shaxsiy kanali va o'zining nomerlari bor. Uyni sotuvchi va oluvchi to'g'ridan to'g'ri ulana olmaydi bir-biriga. Endi o'rtada har xil savollar bo'ladi. Misol uchun, u uyda yashab ko'rmagan odam, yashab yurmagan odam mijoz tomonidan berilgan savolga to'g'ri javob bermaydi. Misol uchun, uyingizda misol uchun qanaqa qishdan ko'targansiz, nechinchi yil ko'targansiz, oluvchida har xil savol tug'ilishi mumkin-da. Yagona sotuv tezlashtiradigan narsa oluvchi va sotuvchini bitta joyga olib kelish. O'shanda tezroq sotuv bo'ladi va narx ham tezroq kelishuvga erishiladi. Shu narsani o'rganib chiqdim. Undan keyin o'zim mana shu shogirdlaringiz Alisher, Lazjonlar bilan aloqaga chiqib, o'zi sizni mana shu akademiyamizga call centerga telefon qilib, ularning nomerini olganman. Aytganman, endi boshida endi unaqa byudjetim katta bo'lmagan. Menga yangi bitirib chiqqan yigitlar kerak. Birinchi o'rinda ularga ham ish bo'ladi. Menga ham endi ularni nisbatan endi ish haqqisi arzonroq bo'ladi. Yangi bitirib chiqqan bolalar. Ular bilan kelishdik. Ularga umumiy 100 ta o'zimni rejamda aytdim, to'g'ri, maqsadimni rejamda aytdim. Men shu sohaga kirib kelyapman, faqat bu narsa qo'limdan keladimi, yo'qmi? Bu narsaga men mayli yutqizay. Birovni uyini misol uchun bozorga olib chiqib, uni balki arzon narxda yoki qimmat narxda bo'lib, undan pul talab qilgandan ko'ra yoki sizlarni misol uchun tekinga ishlashni hammaga men o'zim investitsiya ajrataman. Bitta qo'limdan kelsa, undan keyin bu endi ko'chmas mulk sohasi tez sotiladigan narsa emas, chunki katta summali narsa. Misol mashina emas, yo bir kichkina narsa emas. 10 tani birinchi ko'rdim, keyin 30 ta yo 50 ta qilsam, yo to'xta, undan ko'ra 100 ta uyni bepulga reklama qilib beraman.
mobilograflarga, targetologga, SME o'zim kistamdan xarajat qilaman и har bitta uyga u qanaqa uy bo'lishidan qat'iy nazar u $20,000 uy bo'lsa ham, $200,000 uy bo'lsa ham $50 target yoqqanman. $50 agar o'zingiz bilasiz, $50 byudjet ajratsangiz 12% NDS bilan $60 ga to'g'ri keladi. $60 dan 80 ta uyga target yoqqanmiz. Undan keyin 100 talikka yaqinlashdik. Har kuni 4 ta 5 ta syomka bor bizda. Har kuniga biz o'sha 100 talikni o'sha Lazjon ham eslasa kerak 38 kun yo 40 kunda tugatdik-da. Maksimal ishlar lekin bolalar malades. Tugatmasimizdan oldin endi biz ro'yxat qilganmiz-da, har bitta uyni ro'yxat qilib, borib bitta qo'yib borganmiz. 85-larga kelganimizda o'zi bizda 101-pullik bor edi o'zi. Pulingni beraman, reklama qilib ber. Chunki bizda natija qanaqa edi? Har bitta uyni sotilgandan keyin egasiga iltimos qilardik. Bizga mana shu narsa rezultat, ya'ni natijani SMS tarzida jo'nating, chunki biz yangimiz hali. Odamlar bilsin, ko'rsin. Jo'natardi ular SMS qilib, haqiqatan shu kanalda sotildi, rahmat, hech qanday vositachisiz, birovga misol uchun kattaroq pul bermadim, boshqa o'zim sotdim. Har bittasini istoriyaga qo'yib qadab bordik, keyin sotildi, aktualligiga taxlab. Bu natijani ko'rib borayotgan, undan keyin odamlar 85-ga kelganimizda bizda pullik reklama xudoga shukr mana hozir kungacha uzilgani yo'q, har kuni bor. Keyin pulli reklamaning narxi bizni o'ylantirdi. Chunki men endi xudo beraman desa ana bo'lib qolar ekanda 100 talikka kelguncha narxini hali noaniq edi men. Nech pul qo'yaman, nech pulga ishlayman, noaniq edi. Keyin bizni Jizzaximiz ko'taradigan narxni o'ylab chiqdik. 400 ming so'm bitta reklama xizmati. Shu narsani to'xtadik. Keyin yana bitta narsa, bizda reklama narxi arzon, lekin qo'yish qiyin. Reklamaga qo'yish qiyin. Sababi narx. Agar bozordan baland narx bo'lsa, biz reklamaga olmaymiz. U bizga $200-300 taklif qilsa ham. Mana misol uchun bozorda o'zi $30,000 turadigan uy bizga misol uchun 45 ming deb chiqadi. O'sha vaqtda aytaman egasiga ham, bozorda bunaqa narx emas uyingiz. Siz keling, realni ketadigan narxga qo'yaylik, sotilsin shu narsa. Men ham sizdan olgan haqqimga misol uchun siz ham rozi bo'ling, men ham ko'nglim tinch ketadi, bo'ldi xudo xolisi bu sotiladi. Bir xillar bor, yo men sizdan aytgan narxga qo'yib beraver, sotiladi xudo xolisi deydi endi. Lekin bozorda ko'rib yuribmiz, bunaqa narxga ketmaydi. Keyin bitta narsa, realtor Sherzod reklama qildi degan sotiladi degan emas-da. Chunki uy izlab yurganlar odamlar 1 yillab, 2 yillab, 3 yillab uy izlagan odamlarni ko'rdim men. Ular mendan yaxshi bilan narxni. O'zi uy izlayotganda ham misol uchun bitta hududmi, dom olayotganlarga shu narsani ko'p tavsiya qilaman. Bitta hudud, mana misol uchun Zargarlik mahallasi. U odamga 2 xonali uy kerakmi? Bo'ldi, faqat 2 xonali uylarni ko'rish kerak. Odamlar bir xillar chalg'iydi, bir xil vaqtda malakasi yo'q. Realtorlar ham mana shu narsaga sababchi bo'lib qoladi. 1 xonalikni ham ko'rsatadi, 3 xonalikni ham ko'rsatadi mijoziga, 4 xonalikni ham aralashtirib, unda odamning o'zini narx chiqarishdagi fikr o'zgarib ketadi. Undan keyin 2 xonali o'ziga kerakli uyni olayotganda yo qimmat narxga yoki o'ziga noqulay joydan olib qo'yishga majbur, to'g'ri kelib qoladi. Shu vaqtda aytamiz, 2 xonali uymi? Ko'p emas. 20 ta uyni ko'rsa o'z narx chiqarib oladi. Chunki u 20 ta uyni ichida remontlisiz ham bor, remontsiz ham bor. 1-2, 3, 4 qavatda hammasini bitta ko'rgan 20 ta uyda o'z narx chiqaradi odam. O'sha hududdagi maklerdan, realtordan zo'r narx biladigan bo'ladi. Reklama qilishga borganda shu narsani tushuntiraman ko'proq. Mana shunaqa odamlar bor. Mendan yaxshi bo'ladi kerak bo'lsa narxni. Men umumiy Jizzax shahardagi misol uchun u hududda bunday bu hudud o'rtachasini aytishim mumkin, lekin sizning uyingizda bitta narxni chiqarib beradiganlar ham bor deyman. U ham u makler emas lekin. O'ziga uyizlayapti. O'ziga uyizlayapti. U nima deydi? Misol uchun makler shu 1-2 so'm xizmati uchun uy izlash boshqa, lekin u butun umr vatan qilib uy izlash boshqa-da. Uni o'rnida bo'lib ko'rish kerak. O'sha uyda yoki noturar binoni reklama qilgan borganimizda ular aytishadi, "Sen qil" deydi, "oluvchilar tomonda bo'lasan" deydi. Shu endi iloji yo'q deyman. Biz bu tomondamiz, to'g'ri, lekin men ko'p aytaman, mana shu obunachilar, sotib oluvchi tomonda bo'laman. Har doim shunday. Xudoga shukr, mana shu kungacha Xudo xolisi 1-aprelda faoliyatimizga 1 yil bo'ladigan bo'lsa 400 ga yaqin uy sotildi. Buni ichida 2 ta yangi turar joy majmuasida
quruvchilarni o'zi aytishdi. Ittifoq mahallasida Zarux aka degan quruvchi bor, o'shani o'zi aytdi. 36 ta uyimni Samarqandga sotdim. Arzimagan reklamani endi ular uchun shunaqa bo'lsa, bizga endi o'zimiz haqqimizni olganmiz. Arzimagan reklama deysizmi? Yo, endi-da Bizning ishimiz shunga qurilgan. ishimiz endi shunga qurilgan. Biz bu narsani juda izozlaymiz. Endi men berishim kerak bo'lgan savollarni siz kirish qismida aytib qo'yapsiz. Yo'q. Hozirgi qism sizni tanib olishimiz, lekin o'rtoqlar sezyapsizlar, qay darajada mutaxassis. Hali savol bermasimizdan o'zi Jizzaxning uylari, narxlari, oldi berdisi bo'yicha o'zi tahlillarga o'tib ketib qoldik. Demak, Sherzod aka Jizzax shahrida tug'ilganlar, bank, buxgalteriya yo'nalishida ham o'qidilar, ham faoliyat yuritdilar. Va shu orada uyga qiziqib qoldingiz, faoliyatingizga bog'liq bo'lgani uchun va realtorlik boshlandi. Bo'ldi. Mana shu joygacha qisqacha tanishib oldik. Men bizda obunachilarimiz bergan savollarni o'zim berib qo'yishdan yiroq bo'lish maqsadida ularning savollarini o'qishni boshlayman. Xo'p desiz. Keyin ochilmay qolgan kartalarni ochilmay qolgan qirralarni birgalikda savollar berib ochib olishga harakat qilamiz. Demak, bizda birinchi savol, kimligini aytmayman. Chunki agar mabodo ismlarni tanisangiz, mana shuni savol yo'qdi deb o'ylamasligingiz uchun ismlarni aytmayman, faqatgina savolga e'tibor qaratasiz. Qaysi savol to'g'ri topdi, qaysi savol menga ko'proq yoqdi, mana shu mulohazalarga yaxshi ekansiz, shunga $50 taqdim qilamiz oxirida. Demak, savol quyidagicha: birinchi olgan videoingiz qaysi va uni qaysi modeldagi telefonda olgansiz deb aytishibdi. Endi buni hozir aytib o'taman qisqacha, lekin buni bitta yana o'zimizda taassurotimiz bor. Uni ham aytib o'taman. Biz qiziqarli voqea bor. Birinchi olgan telefonimiz o'sha Lazijonda, adashmasam, iPhone 15 Pro Max bor edi. O'shanikida ishlaganmiz asosan. Men o'zim telefonimda ishlamaganmiz. Birinchi olgan videomiz Obod mahalla, Jizzax shahri Obod mahallasida 4 qavatli uylarni 4-qavatda 3 xonali dom olganmiz. $38,000 o'shani olganmiz. Birinchisi shu edi. Endi birinchi olgan videoingiz deganingizda mana savolga bir qisqarli voqea bor. Agar bilsangiz, Instagramda shunaqa narsasi bor, har kunlik video qo'yish kerak. Bizda 1-aprelda startni boshladik. Undan oldin o'zi yigitlar bilan maslahatlashganmiz, kelishganmiz. 1-aprelda start birinchi videomiz qo'yilgan. Endi uyingizni sotish yanada oson. Biz 100 ta bepulga reklama qilib beramiz degan birinchi start video qo'yilgan. Undan oldin bizda 10 ta video tayyor edi. Uylarning videosi. O'zim bitta telefon qilib iltimos qilgan odamlardan. Uyingiz bor ekan, endi qarab, arzonroqlarini ko'rib, shuni reklama qilib bersam, bir so'm pulingiz kerak emas. O'zingiz nomeringizni qo'yib beraman. Sotilsa ham pulingiz kerak emas. Men shunaqa qilib ochyapman. Iltimos qilganman. 30 ta odamdan 10 tasi rozi bo'lgan. Nega rozi bo'lmaydi? Sotilsa bo'ldi emasmi? Yo'q, endi bizda bilmadim, bitta yosh katta odam shunday degan. Sen deydi, nimaga bunaqa ana qilyapsan? Hozir deydi, tekinga mushuk avtobusga chiqmaydi debdi-da. Keyin laz oldim dedi. Mana bizda o'sha ikkita mushuk dedim-da, tekinga biz yuribmiz dedim. Keyin kuldi o'ziga. Mayli, ana shu 10 ta videoni men aytmoqchi bo'lganim, har kuni bizda shunaqa reja bor, har kuni 3 ta uy qo'yishimiz kerak. Har xil obunachilar zerikmaslik kerak. Kimgadir hovli kerak, kimgadir yer, kimgadir dom, misol uchun o'sha variant bo'lish kerak bizda. Mana shunday qilib 3 kunlik, 4 kunlik video oldindan taxlaganmizda. O'shanda o'sha qiziq voqea 30 ta odamga telefon qilib chiqqanman, shundan 10 tasi rozi bo'lgan. 10 ta. Unda ham tanish bilashlardan iltimos qilib, kanallarga chiqib, ko'p tushganim, boya kanallar deganim, maklerlarga tushganman. Ko'p shunaqa desam, bir xil ko'ngan, bir xil. Men keyin aytganim, egasining nomerini qo'yaman faqat. Shunday desam, yo'q, bo'lmasa qo'y. Boshqa bo'lmasa qo'y, boshqa ana shunday bu. Shunaqa voqealar bo'lgan demoqchiman. Birinchi boshda endi bo'ladi-da. Bo'ladi, ana Inomarka haydamidi, o'shani videosida tekinga video qilib, mashinangizni reklama qilib bersa bor, nariyoqda o'yna deganda. Sizdan o'sha keysda bo'lgan ekanda, uyingizni bepulga reklama qilib beraman. Siz yo'q, boshqa bizda o'zimiz bilan yurardi. Boshda endi video hali Instagramimiz ochilmaganda, boyaga birinchi start videomiz qo'yilmagandan oldin, boyaga 10 ta videoni taxlash uchun noto'g'ri tushunganman, endi uyimda bir nima olib ketib qoladi degan orqamdan yurardi-da, nima qilar ekan, nimadir ekan deb chiqib mashinaga chiqib kulardik-da. Endi hali bizda unaqa narsa yo'q, rivojlanmagan. Hozir endi mana odamlar kalitini beradi. Uyimni reklama qilib, chiroyli qilib senga topshirdim.
Xudoga shukr shu narsaga ham yetib keldik. Kalitini beradi, pulini beradi va navbatda ham turishadi. Navbatda ham turishadi. Sabr kerakda, o'rtoqlar, do'stlar, hurmatli jizzaxliklar. Har qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu fikrlarimizni xulosa qilib qo'ymoqchiman. Sabr tagi sariq oltin. Boshida turib berishingiz kerak. Boshida siz yuzingiz uchun ishlasangiz, keyin yuzingiz siz uchun ishlaydi deganda ajoyib voqea bo'lgan ekan. Demak, ikkinchi savolga o'tamiz. Haqqingizni bermagan eng birinchi mijozni eslay olasizmi? Ko'chada ko'rib qolganmisiz debdilar. Menimcha bu savol bergan inson yaxshigina odamlar bilan muloqotda, oldi-berdida tushgan bo'lishlari mumkin. Shuning uchun savollari ham shunga mos. Haqni bermaganlar bormi? Uni eslamayman lekin to'g'risi. Ishlash tartibi qanday? O'zi birinchi video qilib bo'lib joylab keyin pul olasizmi yo birinchi pulni olib keyin ishlaysizlarmi? 2025-yilning oxirgi kunlarigacha, oxirgi 30-dekabr va 2026-birinchi haftaligigacha reklama xizmati bo'layotgandi bizda. Ya'ni oldindan pulni olamiz. Boramiz, to'g'ri syomka qilamiz, pulni oldindan olamizda, xizmatimizni chiqib ketib, keyin postga joylab o'zining nomeri bilan qo'yib berardik. O'shanda endi oldindan olganimiz uchun bo'ladi endi hammada har xil vaziyat. Endi uni nima deydi? Sizda menda bitta narsa bor edi. Profilimda arzon narsa chiqishi uchun kerak bo'lsa telefon qilib o'sha odamni uyingizda reklama qilib bering, haligacha so'rayman. Agar meni quloqimga eshitilib qolsa yo ko'rib qolsam, meni profilimda chiqish kerak shu deb borib so'rayman. Agar vaqti keladi, menga telefon qilishadi. Telefonda men so'rayman, qaysi hududda joylashgan, qanaqa uy, narxini keyin eshitaman. Narxi bozor narxiga yaqinmi? Misol uchun, uzr, ukajon, menda 200 ming so'm bor desa, shunday boraman. So'ramayman. 400 ming bo'lsa men boraman, bo'lmasa yo'q. Menga o'sha narsa kerak. O'sha meni profilimga chiqish kerak. Content o'sha narsani chiqarishim kerak. Undan keyin menda vaqti kelgan bir kunda, hozirgi kunda endi rekordimiz 10 minutda sotilgan uylar. Endi mana shu bir kunda sotilgandan keyin o'zlar rozi bo'lib. Men misol bu mahallada mana 1 soat oldin bu mahallada bo'lsam, 1 soatdan keyin boshqa mahallada bo'lib qolaman, endi har xil joylarga bo'laman. O'zlari qayerdasiz? Borib o'zlari shuning bergan vaqt bo'lganda. Aynan ana shu uylar. Ana shu men reklama xizmatiga talashmagan. Keyin bo'lgan unaqa narsa. Men ularga telefon qilib so'rashdan ko'ra oldinga qarab ketishdi. Afzal ko'rganman, keyingi uyni ko'ray. Undan ko'ra uni uyga borib ortidan yur, yo'q, undan ko'ra keyingi. Vaqt bo'lmagan, ishimdan chiqib ketgan to'g'ri. Bo'lgan lekin eslanmayman kimda qanaqa, chunki oldinda meni ishim juda ko'p. Mana bu odamdan chiqdim, bu odamni yo uyini bor narxlab berishim kerak yoki bu odamga bitta uyni ko'rsatib maslahat berishim kerak yoki notarius qilishim kerak. Mana shunaqa ishlar ko'p. Ortiga qaytishga vaqt yo'q. Hozir ham narx shunaqa? Hozir reklama xizmatini to'xtatganmiz. Qanaqa xizmat turiga o'tildi? Faqat sotib berishga o'tganmiz. Chunki mana hozir 600 tadan ziyod reklama bo'lsa, shunga ikkilamchi sotilganlari 350 ta atrofi. Undan keyin turar joy majmualaridan sotganmiz. Qolgan noturar binolar bor. Hozir shunaqa vaziyat bo'ldi. Mana kecha yaqinda o'zi ko'p bu narsaga juda ko'p o'yladik. Bizga shunaqa deyishdi, o'sha reklama qildirgan xonadon egalari, sen reklama qilding, pulni olib ketding, lekin savdodan darak yo'q. Seni ishing bitdi, ketding. Qo'yib berding, to'g'ri, rahmat. O'zim nomerimni qo'yding, keldi unisi, bunisi. O'shanda lekin biz aytganmiz, bozor qiymati bor. Bozor qiymatida qo'yil, yo'q, men ko'zim yetadi, men klientim bor. Sotaman shuni, faqat sen qo'yib ber. Endi bunday qilib biz hozirgi xizmatimiz aniq qo'limizdan keladigan bo'lsa, sotib berishga ko'zimiz yetsa, reklama xizmati mutlaq tekin. O'zimiz reklama qilamiz. Unda lekin bitta fishkani olib qo'yganmiz hali ham, egasi nomerini qo'yamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham. Xonadon egasi bilan shartnoma qilamiz. 20 kunga srok olamiz, muddat. 20 kun ichida agarda biz sotib bera olsak, 1% xizmatimiz olamiz. 1% xizmat. Agar sotib bera olmasak, qo'limiz ko'tarib chiqib ketamiz. Bunda riskli eganda? Da, riskli shartnoma qilinadi. Bunda maksimal ishlaymiz biz. Qolgan, mana o'zim misol uchun realtor bo'lsam, qolgan 10 ga yaqin realtorlarga
shartnoma qilib ishlayman. Mijoz bo'lsa, olib kelinglar. Meni haqqim yarim sizlarga. U reklama qilish, video uchun pul o'lmas bilan ishim emas. Men unisiga men aytmoqchi bo'lganim, natija uchun ishlayapmiz endi. Reklamani to'xtatganmiz batamon. Qachon reklama bo'ladi? Turar joy majmualari bo'lsa kattaroq. Endi ular bilan bittalab shartnoma qilib har bitta uyni sotishga fokus qaratalmaymiz. Chunki biz ikkilamchida asosiy bizning ishimiz. O'shalar bilan bo'lmasa qaytaryapmiz hozir. Nima bo'lgan taqdirda ham men shaxsiy fikrim, faqat video tomosha qiladiganlar so'kib urib tashlamaysizlar. Xabaringiz bor, biz ham oddiy istoriyamizning narxi $150. Reklamamiz $450da. Siz shu paytgacha 400 ming so'mdan reklama qilgansiz. Meni shaxsiy fikrim bu boya aytyapsiz-ku, uylarning narxi bor bozordagi deb. Ya'ni media bozordagi narxlarni o'zim yaxshi bilaman. Juda ham past. Ya'ni xarajatlaringizni oqlamaydi, energiyangizni oqlamaydi u narsa. Juda ham past. Men G'ayrat aka bilan ham gaplashdik, Jizzaxliklar Telegram kanalida 150 ming so'mdan reklama qo'yadilar. Nega kam desa, sizni imkoniyatingiz cheklangan. Bir kunda juda bo'lsa 10 ta odamni reklamasini olishingiz mumkin, lekin hech kim kafolat bermaydi. Bir oy shunaqa olib keta olishingizni. G'ayrat akada birozgina boshqacharoq holat, tayyor reklamani olib kanallariga joylab beradilar. Lekin ularda ham narx arzon deb hisoblayman men. Nega bu yo'l? Baribir har bitta faoliyat uzoq muddat davom etishi uchun uni moddiy asosi bo'lishi kerak, manfaati bo'lishi kerak. Bo'lmasa yarim yilda qolib ketadi. Endi mana foizga ulashga o'tyapsiz ekan, lekin meni shaxsiy fikrim 1% ham kam bo'lsa kerak. Men eshitganim Toshkentda yo'qda kami 2% ga ishlashadi. 3%, 2% ga ishlashadi. Shuncha deb kami u 1% yana. Mayli, aytayman, men so'kmaylar. Men bozor narxini bilganim uchun aytayman. Nega bu darajada arzon ishlayapsiz? Yo'q, qaysidir etapga chiqib olib, keyin maqsad sal ko'tarish. Bizda unaqa narsa yo'q. O'sha 1% ni ushlab qolamiz, keyin ba'zi bir realtorlar uy egasidan hamda mijozdan ham oladi. 1%. Ha, ikki tomondan oladi. Ikki tomondan. Biz endi bu uslub bizga to'g'ri kelmaydi. Faqat bitta odamdan shartnoma qilib, bitta odamdan haqqimizni olamiz. Yana bitta risk, boyaga uy egasini nomerini qo'yish. Yo'q, mayli, 20 kunda sotilmasa degani. 21-kun taq sotildi. Qo'limiz ko'tarib chiqib ketamiz. Uy egasi agar manevr qilaman desa-chi, avvalasi chiroyli ishlansin. Nima deydi? Omonatga xiyonat qilishmasin. Lekin bitta klient chiqibdi, olaman debdi. O'sha 1% ni ham aylanib o'taman deb, keling bir oydan keyin sotaman sizga deb kelishuv qilib qo'ysa-chi. Biz qo'ygan narxni 1 oyda hech kim kutmaydi. Yo'q. Darrov notarius qilishim kerak shu uyda deydi. Nechta sotdingiz shunaqa usulda? Yilni boshidan bugun 2 ta 15 ta bo'ldi. 15 ta uy sotildi. Hisoblaymiz pullarni. Bugun 2 ta sotildi. Xayrli 15 ta bo'ldi. Barakatli bo'lsa. Assalomu alaykum. Sher ukajon, realtorlik qilish fikri qanday tug'ildi hayotingizda deb savol beribdilar. Realtorlik boshida gaplashganimizdek, javobini aytib qo'ydingiz-a? O'zim shu bank sohasida ishlaganimizda ko'chmas mulklar, uy-joy noturarlarni ko'p kredit ajratganmiz, ipoteka markazi ochganman. Shunda qiziqish paydo bo'lgan. Unda ham qanday qiziqish bo'lgan? Bozor bo'sh bo'lgani meni yana ham qiziqtirganda. Aynan mana shu bozor bo'sh bo'lgani qiziqtirgan. Va bozor bo'sh va salohiyati bor, kimdir tezroq kirib yurtsa. Natija tez bo'ladi. Shu narsa qiziqtirgan meni. Agar bozor birdan o'zgarsa, sizning eng kuchli qurolingiz nima? Qaysi tomonga? Endi shunaqa savol beribdilar. Men mayli oydinlik kiritishga harakat qilaman. Mana hozir ishlayapsiz. Ruscha qilib aytganda patihonka deydi-ku. O'sha bir oqimda ketyapti. Kunlik tushumingiz bor, oylik tushumingiz bor. Endi holat o'zgardi. Bozor o'zgardi. Reklama chiqmadi sizga yoki narxlar o'ynab ketdi yoki bozorda o'yinchilar ko'payib ketdi. Nima qurolingiz bor? Qanday chiqib ketasiz vaziyatda? Menimcha shunaqa bermoqchi bo'lganlar savoldi. Buni oldingi savol bilan boshlab bunisiga javob beraman-da, mayli. Boyagi savol, bu sohaga qanday qiziqdingiz? Hozirgi kunda O'zbekistonda pul tikib investitsiya qiladigan sizga savol. Nima biznes bor? Undan mayda-mayda topib turadigan yoki o'sha narsa keyinchalik qiymatini ko'tariladigan nima biznes bor? Turar joy? Boshqa biznes yo'q. Bozor, moshin bozor o'zini tugatdi. Yo'q, o'zi umuman chet el miqyosida qarasak ham ko'chmasmi? Mashinaga unaqa mol-mulk sifatida qaralmaydi.
Bizda endi oldin shunaqa edi. Bizda shunaqa edi. Oldin shunaqa edi. Mulk sifatida mashinasi bor odam qanaqadir yutuqda yurardi. Hozir mana ko'chmas mulk endi bu meni o'zimning fikrim, o'zimni kelajakka qaragan ancha vaqt. Mana misol uchun Xitoy bizdan necha yildir oldinda Xitoyda hozir aytsam kulgili eshitilishi mumkin, 1 kvadrati $100,000 joylar bor. Shuning uchun Xitoy 40 etaj ko'taryapti, keyin u yerda yana bir nollik chiqyapti-da, shahar ustida shahar quryapti. Chunki ularda joy muammosi. Ko'chmas mulk hech qachon o'lmaydi. Chunki O'zbekiston bozorida ham boshqa pul tikib qo'yib, undan passiv daromad oladigan biznes o'zi yo'q. Moshin bozor deganimga hozir moshin bozoridagi sfera hammasi ko'chmas mulkka o'tyapti. Chunki meni o'zimda 10 ga yaqin investor bor. Ularni uy-joy bilan ta'minlab, keyin yana foyda bilan sotish yoki bitta magazin yoki uy olib uni ijarachi bilan ta'minlab, mana shu soha bilan ham ishlaymiz-da, investorlar bilan. Moshin sferadagilar ko'p hozir bizga aloqaga chiqyapti. Qo'lida misol uchun 2 ta mashina bordir. Bir xonali yoki 2 xonali domga yetadi. Aloqaga chiqyapti. Mashinani sotdim, bo'ldi. Menga mana shuni o'rgat, yo bo'lmasa shuni ishlaylik. Bozor o'zgarib ketishini o'ylab ham ko'rmaganman hozir shu kunlarda. Taqdir qilgan bo'ladi. Taqdir qilgan bo'ladi. Nima deydi? Aytadi-ku, yaxshisini niyat qil, yomoniga tayyor tur deydi-ku, baribir hisobga olib qo'ygan yaxshi. Bu boshqa yana biznes yo'nalish. A, B, S planlar bo'lgan yaxshi. Men buxgalter bo'lsam kerak. Biz qo'limdan keladi-da, kasbimmi deydimi nima, hunarimmi? Mediachi bo'ldingiz, blog yo'nalishida ishlab ko'rdingiz, balki bu yo'nalishda ketarsiz. O'ylab ko'rmaganmisiz? Buxgalterlikni media sohasida qilib ketsa bo'ladi. Chunki men hozir soliq maslahatchilari, hisobchilarni ko'raman, o'zim kuzatib boraman. Oldin qiziqqanman sohamda endi. Juda yaxshi. Chunki biznesmen borki, bir ustozim aytgandi, buxgalterlik kasbi qachon yo'qoladi desa, davlatda qachon soliq to'xtasa shunda yo'qoladi. Chunki biznesmen har doim hisobchiga muhtoj. Hammani ishdan bo'shatsa ham biznesmen hisobchini, moliyachi bo'shatolmaydi degan bir gapni eshitgandim. Biznesmen o'zi ijodkor odam bo'ladi. U faqat kelajakda. Mana biz o'zim fakultetim ham buxgalteri ham moliya bo'lgani uchun bizda endi professorlar dars o'tadi-da, moliyachi odam prognoz qiladi. Mana bunday qilsak, mana bunday bo'lib ketadi, lekin hisobchi odam bo'lib o'tgan narsani ochiq ko'rsatadi. Biznesmen faqat ijod bilan mashg'ul bo'ladi. Biz bu yerda hisobchi to'g'rilab ketadi. Ijodingiz mana bu joyga xato ekan. Mamoda o'zgarib ketsa holat, yana hisobchilikni media yo'nalishida olib borar ekanlar. Zo'r, yaxshi. Keyingi savolga o'tamiz. Nega Jizzax shaharda, umuman Jizzaxda qurilayotgan yangi uylarni havo alishishiga nega e'tibor berishmayapti? 2 xonali bo'lsa ham degan savol. Oldin qurilishda shunaqa narsa bor edi. Xonada deraza bo'lsa, u xona hisoblanardi. Hozir bizda men o'zim ham shunday narsani ko'rdim. Yangi turar joy majmualarida bitta derazali xonalar ham bor, lekin 2 ga bo'lingan. Orasiga yo portishga yoki deraza qo'yib. Bu nima bo'lyapti? To'g'ri, bir tomondan ba'zi bir quruvchilarni faqat qo'pol qo'yayotgan soqqa uchun ishlatgan bo'lishi mumkin. Lekin talab bor-da. Olyapti-da shuni odamlar. Ikkilamchi bozorda derazasi yo'q, arzonroq yuradi. Lekin birlamchi o'sha quruvchi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri taklif qilinayotgan kvadratga tashlab bir xil bo'ladi. Boshqa ketaveradi. Etajda farq qiladi narx. Qissa, bo'lmasa u ham bo'lmaydi. Qissa agar. Bo'lmasa u ham bo'lmaydi. Yaxshi. Va lekin agar talab bo'lsa, bu tendensiya davom etaveradi. Talab bo'lsa davom etaveradi. Keyin bitta narsa, hozir mana shu podkast bu o'zim shaxsiy fikrlarim. Bir men katta odam emasman yoki Wall Streetdagi bir mutaxassis emasman. Bitta og'izda gapim bilan bir nima o'zgartirib oladigan. Bu shaxsiy fikrim, shu ko'rib yurgan narsalarni fikrim. Bizga tanqid qilmanglar bizlar. Biz yaxshi odamlarmiz. Davom etamiz keyingi savol. Ya mayli, tanqid kelajak mevasi deydi. Qo'ldan kelgancha o'zimiz faoliyat olib borayotgan yo'nalishlarda mulohaza, fikr almashyapmiz. Siz qarshi bo'lishingiz yoki qo'shilishingiz bu o'ta tabiiy holat. Savol beryaptilar. Keyingi savol. Jizzax shahardagi qaysi lokatsiyadagi domlardan uy olganimiz ma'qul? Ko'tarma mahallasiga eski hovlilarga buzilish tushganmi? Mabodo shundan xabaringiz yo'qmi deb savol beribdi. Aynan mana shu snos, ya'ni buzilish, rekonstruksiya yoki ta'mirlash bo'yicha biz kontent chiqarganmiz. Davlatning sayti bor, dshk shaffofqurilish.uz degan web portal bor.
Uy-joy kommunal vazirligining o'zi veb portali bor. Qanday foydalanish bo'yicha ham chiqarganmiz. Jizzax viloyati tanlanadi. Qayer buziladi, qayer rekonstruksiya qilinadi, qayerga umuman tegini bo'linmaydi. Game plan tasdiqlangan. Oxirgi marta ko'rganimizda juda ham ko'p buziladigan joy bor. Lekin unga investor kerak. Buzilishga tushgan joyga biror nima quraman deb borsangiz, sizga aniq reja beradi. Mana shu narsani qursang, qur. Mana shu qavatda, mana shu fasadli narsa qursang, mayli. Demak mumkin o'shani qilsa. O'sha narsani qilsa bo'ladi. Lekin men boshqa narsa qilmoqchiman desangiz, zo'r savol chiqyapti. Meni shaxsan qiziqtirgan. Ya'ni bizning uyimiz ham shaharning markazida, yo'lning chetida joylashgan. Doim qiziqtirardi-da. O'sha agar snosga tushgan bo'lsa, nima plan qilinyapti yo'qqa? Nima reja qilinyapti? O'sha reja qilingan binoni o'zimiz ko'tarsak mumkinmi yo albatta qaysidir quruvchi qilish kerakmi degan savol qiynardi meni. Mumkin. Demak javob mumkin. Mumkin, moliyam yetarli bo'lsa va o'sha chizilgan rejadagidek men binoni ko'tara olsam, o'sha faoliyatni yo'lga qo'ya olsam mumkin. Jizzaxcha hangoma podkastimizni 3-sonidamiz. Videoni albatta jizzaxlik tanishlarga yuborib qo'ying. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Fikringizni izohlarda yozing. Bu bizga qo'llab-quvvatlov sifatida ketadi. Chunki bilasiz, media olamiga haq to'lash qanday? Bu layklar bilan, yoqtirma bilan, izohlar bilan yoki kimgadir jo'natish bilan bo'ladi. Mijozga uy sotishda faqatgina bittagina maslahat bera olish imkoningiz bo'lsa, bu qaysi savol bo'lardi? Qaysi maslahat bo'lardi? Aniqroq. Hozirgi kunda biz ham shu uslubga o'tyapmiz. Oldin mijozga uy tavsiya qilayotganda o'zini yashagan mahallasi, ota-onasiga, aka-ukasiga yaqin bo'lsin deb uy maslahat berilardi. Hozir ish joyingiz, bolalaringiz maktabi qaysi hududda? O'sha hududda olingni maslahat beryapmiz. Bizda ham chunki probkalar ko'payapti. Og'riq qordingiz. Yaqinda Toshkentdan uy oldim. Yaqinda emas, 1 yil oldin harakat qilgandim. Mayda to'lab 2026ga o'tmasdan oldin to'liq uzdim. Shu desangiz shaharda sal chetrog'ida, Toshkentda ishxonamiz kun.uz joylashgan, bu Novza atrofida. Uzoq bo'lsa ham mulk qilay deb oldim, alhamdulillah xursandman. Lekin shu darajada uzoqki, yarim soat 25 daqiqa yuradi. O'sha tirbandli bo'lmagan vaqtda. Tirbandli bo'lsa 40 daqiqa, 50 daqiqa taksida. Metroda 1 soat, 1 soatdan ziyodroq yuradi. Men yomonlamayman, zo'r qarindoshimiz sotdilar. Agar o'sha kishi sababchi bo'lib qolmaganda olmasdim ekan. Ular men zo'r variantlar tanishdim, ishondim, olib qo'ydim. Hozir xursandman, bitta uyli bo'lib qoldim. Lekin uzoqligi masalasida alohida to'xtalmasak, uyga borsam ishga kelgim kelmaydi. Ishga kelsam uyga qaytgim kelmaydi-da. Umr yo'lda o'tib ketadi. Ta'sir qilar ekan dedim, lekin baribir zato mulk qo'limda turibdi. Istalgan paytda uni sotib, endi yaqinidan olsam bo'ladi. Fikrlariga real hayotdagi isbot sifatida qo'shimcha kiritdim. Rostdan ham bundan buyog'iga o'sha manzilingizga yaqinroq bo'lgan joydan olgan yaxshi ekan. To'g'ri, mashina bo'lsa bir qadamli yo'l deymiz-u, tasavvur qiling, har kuni 1 soatingiz yo'lga ketsa, u soatda farzandlar bilan, oila bilan yoki ilm olish mumkin, tajriba olish mumkin edi-da. Shuning uchun ham Toshkent shahrida har bitta uyda reklamasida metrogacha bo'lgan masofa aniq aytiladi. Metroga yaqin, metrogacha 500 metr, metrogacha 1 kilometr, mana shu narsa aniq aytiladi. Mo'ljalni olish uchun qulaydi. Ketdi. Bu ishga kirib kelishingizga sizga kim yordam bergan degan savol ham bor. Bu ishga kirib kelishimizga endi bu baribir o'zimdan katta bir ustozimiz bor, ham hayotiy, ham biznes bo'yicha mana shu sohada ham maslahat olganman. Ko'p o'zi bir sohaga o'tayotgan bo'lsam, maslahat olaman. Baribir tadbirkor odam ko'proq kelajakka qaraydi. Uzoqni ko'rib maslahat beradi. O'zlari ham ustozimiz ham ancha ko'p sohada faoliyat qilgan, ancha yaxshi natijalarga erishgan, maslahat bergan, menga ruhiy turtki berib turgan. Yaxshi bo'ladi. Chunki har hafta ular bilan kechki ovqatda ko'rishib maslahat qilardi. Mana shunaqa bo'lyapti vaziyat, shunaqa. Ular menga ko'proq ruhiy. Kim shu odam? Ko'rinmas odammi? Akazmi? O'zim ustozim, birga ishlaganmiz oldin. Shirbek aka degan aka. Xursand bo'ladilar ismini aytib qo'ying. Ham mahallada nimadir sabab bo'ladi. Shunday sabab bo'ladi. Akalarni bersam. Shunaqa hayotdagi ustozlarni ardoqlab yurish,
ularni rozi qilish hammaga nasib qilsin. Shunday. Reklamaga chiqargan uylaringizni savdolashib chiqaraman degansiz. Savol, siz mana shu uylarning narxini nimaga qarab baholaysiz? Uyni narxini baholayotganda birinchi o'rinda o'zimni profilimga qarayman. Oldin mana shu hududdan qanaqa uy qo'yganman. Undan oldin ustozim bilan. Chunki biz ustozimizda ko'chmas mulk bo'yicha, uy joy bo'yicha o'zini tajribasi juda ko'p. Chunki olish, sotish shunaqa hayotida ko'p bo'lgan. Maslahatlashib keyin iloji boricha arzonroq uylarni qo'yishga harakat qilganman. Qanday? Qiymat bo'yicha. Misol uchun bir xona, ikki xonali uy yoki kichikroq hovli. Ana unda mana shu 100 talik tanlaganim ham shundan bo'lgan. Qancha katta ob'yom bo'lsa, undagi narxni chiqarish shuncha tezroq bo'ladi menga. Agar o'shanda ham menga yetmaganida men yana 50 ta, yana 100 ta qo'shishga tayyorman o'sha vaqt. Keyin o'sha ko'cha maklerlaridan baribir o'sha vaqtda ma'lumot olganman. Chunki 100 talikka qarab ketayotganda, boshda boshlayotganimda men o'zim ham endi oldin bir xonadon bo'lganida, ko'p qavatli uylarda sotganman. O'shanda tanish eski maklerlar bor edi. Tanish. O'shalardan maslahat olganmiz boshda baribir. Bizda bitta yaxshi tomoni bor, borgan joyimiz hujjatlarigacha tekshiramiz. Demak, Sherzod Realtorning videolarida qaysidir uy reklama qilinsa yoki olib chiqilsa, hujjatlari joyida va aytilgan ma'lumotga 100% to'g'ri keladigan xonadon bo'ladi. Xudo xolasa shunday. Shunga harakat qilasiz kamida. Shunda, pozitsiya shu. Chunki bu juda ham nima deydi, og'riqli nuqta. Hujjat masalasi, nima deydi, uy shaharda misol minglab uy bor sotiladigan, lekin bitta hujjati chalkam narsaga aralashib qolsa, u yomon narsa. Shahar hokimi bilan ham shu masalada suhbat qurgandik. Qayerda ham savolni bergandilar. Shaharimizdagi ba'zi turar joy majmualar haqida reklamalar qilingan, keyin hozir taktika bilan yo'q. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lgan yaxshi. Shuncha yiqqan obro'ni bitta kontent bilan yo'qotish ehtimoli bor. Juda ham xavfli bizning yo'nalishimiz. Tomigacha yopilgan uyga borishga harakat qilamiz. To'g'riroq to'liq kadastri chiqqan uyga borishga harakat qilamiz. Shundan keyin ham agar yozilgan bo'lsa, baribir yomon boshqa tomonga ketib qolish ham mumkin-da. Ya'ni biz ham chertib olamiz reklamalarni. Eng alam qiladigan izohlardan bittasi menga pulini bergandan keyin reklama qilasan-da, bularga pulini bersang hamma ishni qiladi degan narsa. Shunaqa cheklovlarimiz bor bizani ham. Mana bundaqa yo'q, olmaymiz. Buni olmaymiz. Uni olmaymiz. Millionlagan pulni taklif qilishadi-da. Tasavvur qiling, 300 millionlab taklif qilishyapti bizga reklamaga. Nimagaligini o'tgan safar aytgandim. Qimorga, ochiq oyni qimorga. Nechtasini uy kuyib yotibdi. Jizzaxda ham. O'zini nimadir qilib qo'ygan, boshqagan. To'g'ri, yutadigan bor qimorda ham, menimcha. Bu o'yinni tashkil qilganlar yutadi faqat. Qo'shma kim yutadi? Mayli, u o'z sohasiga, lekin qadriyati borligi zo'r, lekin auditoriya baribir pulni bersa chiqarar ekansan-da degan fikrda yurar ekan. Degan tushunchaga kelib qoldim, lekin o'rtoqlar unaqa emas. Maksimal darajada o'zimizga to'g'ri keladigan shaharni bo'lasimiz. Shu elni bo'lasimiz. Ko'cha-ko'yda ko'z-ko'zga tushadigan joyi bor. O'zimizga ilinganimizni boshqaga ham ilinamiz. Lekin mana shu joyda bittagina istisnoda aytib o'tmoqchiman. Ba'zida o'zingizga ilinib, ba'zida o'zingizga ilinib olgan shaftoli ham chiri chiqishi mumkin ekanda. Shunday ham. Ya'ni zo'r deb qilgan reklamamizda ham hamma hali unaqasi uchramadi, chiqib qolishi mumkin ekan. O'sha gapiga turib bera olmaydigan. Endi uyda sizlarda jiddiy biz yengilroq mavzularda oddiy bitta reklama qilsa, ertasi kunga narxni oshirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bir oydan keyin oshirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu narsani bilolmaymiz. Bizda juda ko'p bo'ladi bu narsa. Bo'ladimi? Aynan tekinga qilgan reklamalarimda shu narsa bo'lgan. Sababi yana o'sha reklama xizmatiga qarasak bo'ladi. U odam hech narsa yutkazmayapti-da. Men kelyapman, uyda boshiga 100 talikda juda ko'p bo'ldi. Mijozlar ko'p, u odamga xaridorlar chiqyapti, telefonni tinmayapti. O'zlari ham aytadi bizga, telefon tinmayapti, men operator dispetcher bo'lib qoldim deydi. Bir joyda o'tira olmayman deydi. Choyxonada uyimda o'tira olmayman, tinmay telefon. O'sha raqamni dedim. Keyin bizga mijozlar chiqadi, narx oshib ketdi. Sen aytgan videoda sen nima hype uchun ishlayapsanmi dedi. Kelishmagansiz oshirmaysan debdi. U aytiladi, kelishiladi, hamma narsa yo'q. Bu chunki u eski bozorda sotilmagan-ku. Bunaqa u o'ylayaptiki, keyin meni uyim arzonga ketib qolyapti.
Men Vasvasa tushib qoladi-chi. Masala ana gap bor-ku, bunaqa sigir o'zimga kerak, bunaqa yaxshi sigir bo'lsa deydi-ku, o'shanga o'xshagan narsada afandini shunaqa askiya bor-ku. Bunaqa narsa ko'p bo'ladi. Shuning uchun reklamaga iloji boricha bepulga qilmaslikka harakat qilaman. Sababi o'sha odam aniq bir qarorga kelsagina bizga aloqaga chiqadi-da. U nimadirdan voz kechsa, keyin aloqaga chiqsa, u demak ishonarliroq, u aniq sotmoqchi. Keyingi savol shaxsiy, menga rosa yoqdi, lekin mana shu shaxsiy savol sizni mutaxassisligingizga bog'lab berilgan. Agar Sherzod aka bugungi kunda o'zlari uchun uy olganlarida Jizzax shahrining qaysi mahallasini tanlagan bo'lardilar va qaysi hududlardan hozircha uzoq bo'lardilar? Bu savol berishdi. Zo'r savol. Agar o'zimga uy olganimda, qarang, endi uyni yashash uchun olish bor, yo'q, yashash uchun, o'zingiz uchun deyilyapti. O'zingiz uchun, yashashingiz uchun-da, 100 ta olsangiz bu boshqa masala. Oilaviy, farzandlar bilan, ota-ona bilan yashayman deganingizda qaysi mahallani tanlagan bo'lardingiz? Jizzax shaharda. Tamam, Dubaydan olardi, Toshkentdan olardi. Jizzax shaharda iloji boricha bog'ga qaragan tomon balandroq joydan bo'lsa bo'ldi. Qayerimiz? Ana mahalla so'ralyapti. Bu yerda hozir siz aytganingizdan keyin narx ko'tarilib ketmaydi mahallani. Shunchaki shaxsiy fikr. Menga qolsa men Navoiy kolxoz tanlayman. O'zimiz Olmazorda tug'ilganman. Oqqo'rg'onda yashaganman. O'qiganim Navoiy kolxoz bo'lgani uchun o'sha Alisher Navoiy suv iste'molchilar uyushmasimi? Hamma tanishim o'sha yerda, o'rtoqlarim o'sha yerda, sinfdoshlarim o'sha yerda. Men o'zimni kolxozli deb his qilaman. Shuning uchun menga kimdir shunaqa tanlovni berganda, shu Navoiy kolxozdan tanlab o'sha yerda yashagan bo'lardim. Xalqi ham, muhiti ham qandaydir dunyo qarashimga mos bo'lgan. Endi oldindan men o'ylab ko'rmaganim uchun qiynalayotgan bo'lishim mumkin, lekin meni endi ishxonam yo'q-da. Siz aytgandek, ishxonam yo'q-da meni. Men ko'chada ishxonam Jizzax shaharda endi xohlagan Jizzax shaharning barcha uyida endi. Shuning uchun bitta joyda aniq ayta olmayman, lekin o'zim orzu qilaman, bog'ga qaragan uy balandroq etajdan bo'lsa bo'ldi. Siz kvartirani orzu qilasiz? Hozircha hovlida turaman-da. Hovlida turadigan odam domda xohlaydi, domda turadigan odam endi bizda endi erkak kishi bilasiz-ku, faqat kvartira sifatida boradi uyga. Kechqurun boriladi, dam oladi, yana qaytib kuni bilan ko'chadi. Keyin balki keng hovli yaxshi ekan, o'yladim. Biz ham hovlida katta bo'lganmiz, juda ham katta edi hovlimiz. Undan keyin talabalikka bordik, Koreyada borib yashadik. Ishonsangiz, mana hozir studiyada o'tiribmiz, u tomoni mayli. Mana shu yerdan bu yog'iga kvartira turganmiz-da. Podvalda turganmiz yana. Va o'shanda his qilganman, inson ming katta yutuqqa erishsa ham, har xil joyda o'qisa ham, millionlagan pulni topsa ham 2 metrli yotoqda yotar ekan. Shunday. O'sha yerda uxlar ekan. Bitta boy aytgan ekanda, qasr qurdirib qo'ydi-da, shuncha boyligim bor, faqat 2 metrli to'shakda yotishim alam qiladi degan ekanda. Shuning uchun ana erkaklarni baxtli qilish u qadar ham qiyin emas deydi. Uy olayotganda e'tiborsiz qoladigan, lekin keyin eng ko'p asabni buzadigan detal qaysi? Asosan bizda bitta o'zim voqea, bitta odam tanishim uy olgan. Endi ko'p qavatli turar joy majmuasidan olgan, qo'shni muammosi. Qo'shni. Uy olma, qo'shni ol. Bejizga aytishmagan. Ikkinchi, 3-chi etajlarda eng Korolevskiy etajlarda endi hamma joyda. 3-chi etajdan olgan, tepasida odam bor, ikki yonida odam bor, pastida odam bor. Qo'shnida juda muammo bo'lgan. Qo'shnini ijarachi bo'lgan. Qo'shni 2 yillik shartnoma qilib qo'ygan. Qisqasi nima desam ekan? Muammoni yecholmadi, majbur bo'ldi. Yaqinda sotib olgan uyini $7,000 arzoniga sotib, yana boshqa joyga ko'chishga majbur bo'ldi. Har doim muhitni surishtirish kerak. Zo'r javob berdingiz. Men umuman ko'rdingiz-a, men qaysi rakursda ketayotganimni. Joylashuv, qurilish, ustalar, elektroset, gaz, nimadirlar deb yotgandim. Rostdan ham savolga javob bera oldingiz-da. E'tiborsiz qoladi, lekin ko'p asab buzadi. Hech kim e'tibor bermaydi. Nega men aytayman, yangi olgan uyimizda mabodo agar endi Toshkentdan olganman, o'sha qo'shnilarimiz Jizzaxlik bo'lsa iltimos qilardim. Men 3-qavatdan olganman-da. 2-qavatda o'zi
zinapoya bor. Uni tutqichi bor. Tutqichiga ruli mana bunday katta bo'lgan velosipedni bog'lab qo'ygan. Chiqqanda ham norozi bo'lib chiqaman. Tushganda ham o'sha yosh bolachamiz bu ehtiyotsizlik qilsangiz salga turtinib ketasiz. Shundan norozi bo'lib chiqib tushardim-da, hech imkon bo'lmayapti. Yo'qda muqim yashamaganim uchun egasini topib, iltimos, mana shuni olib qo'ying, yo'lni to'sib qo'yapsiz. O'rtoqlar, biz yo'lni ochishga buyurilganmiz-da, qaysidir ma'noda to'siq qo'yishga emas. To'siq qo'yish hammaga ziyon keltiradi. Undan tushsangiz endi kalaskani qo'yib qo'yishibdi-da. Lift bo'lmasa o'zi 3 qavatli dom. Shunaqa. Uchib o'tmaymiz-ku deb rostdan e'tibor bermaganman, lekin har borganimda shu narsa asabimni buzadi. Lekin hali ochiq oydin unga kelmaganmiz, xudo xolasa muzokara qilib olsak kerak inshaalloh. Yaxshi javob bo'ldi. Har kuni o'sha odatimiz yo'qolib ketganda, qo'ni-qo'shnichilikda har kuni oldin uyda non yopilsa qo'shniga chiqarilardi. Taom qilinsa qo'shniga chiqarilardi. Hozir mana tomoshabinlarga ham, o'zimizga ham savol, qachon qo'shnimizga ikkita non olib chiqdik issiqqina yoki taom ulashdik. Qilmaymizda. Keyin rosa yo'q, qo'shnim bilan kelisha olmayapman deymiz. Shuning uchun ham hadya bersa, odamning o'rtasi yaxshilanadi. Shunday. Harakat qilishimiz kerak. Ko'chib ketish doim ham yechim emas. Kamida $7000 minusi bilan. Chunki juda ham tezroq sotish kerak. Asablari charchagan. Ketishim kerak. Mana o'zim bitta odamga uyini sotib berdik, keyin boshqa uy olib berdik. Endi ularda shunaqa yechim qildik. Birinchi qavatda turardi va qassoblik mahallasi, mana Jasmin ko'cha bor-ku, o'sha tomonda. Endi u yerda asosan talabalar turadi. Bir xil domlar bor. Kursiz общежитие deysiz. Faqat talaba borda. Endi azaldan yashaydiganlar bor. Birinchi qavatda turadi. Qon bosimim bor, qiynalaman. Ba'zi vaqtlari namoz o'qiyotganda namozim buzilib qoladi. Tepadagi janjal, har xil shovqin, muzika. Iltimos dirdi-da, menga shuni tezroq hal qilib ber. Keyin menga dirdi, shunaqa tepamda odam turmaydigan dom qilib berdi-da. Lekin tepa pastga bo'lmayman. Lift 2 qavatli domni 2-qavatdan olib berib masalan eshitdik-da o'sha vaqt. Yo'q, chiqdimi? Chiqdi, vaziyat bo'ldi, yaxshi joydan bo'ldi. Keyin yana jamg'arib qo'ygan pullari bor ekan. Pastdagi kvartirani ham sotiladigan bo'lib qoldi. Uni eshitdik-da, o'zlariga aytdik-da, shuni ham olib berdik-da. Ana endi siz umuman jim bo'ldingiz endi. Men ma'lum yashaysiz bo'ladi. Mana shu ko'p qavatli bino hammasi sizniki. Jizzax davlat pedagogika universitetining ro'parasida qarindoshimiz turardilar. Ular ham mana shu vaj bilan sotishdi menimcha. O'tgan yil bundan oldingi sotishdi. Hamma qavatlarida hamma uylar talabalarga o'tib ketgan. Shunaqa. Va talabalarga o'tgandan keyin men yomonlamoqchi emasman. O'zini uyi sifatida qaramaydi. Atrofni tozaligi, shovqin-surondan xoli bo'lishi, ozoda pokiza saqlashi sifatida qayg'urmaydi. Va erta ketaman-ku bu yoqdan degan qabilda ishlaydi va uy joyida muqim turadigan, doimiy yashaydiganlarga bu og'riq berishni boshladi. Shuning uchun ham ko'chib ketishgan. Ijara endi boya aytganingiz talabalarga o'tib ketgan degan gapingizga mana shunaqa universitet, katta oliygohlarni atrofidagi uylarni ko'proq investorlar sotib oladi. Ijara haqqiga biznes uchun. Shuning uchun ko'proq talaba yerda ko'payib ketadi. Tabiiy ham bu. U tabiiy narsa. Boya aytgan gapim, odamlar mana shundan o'z sekin-sekin qochishni boshlayapti o'sha joylarga. Tinchroq joylarga. Jizzax shahrini ijara narxlari qanaqa? Ijara narxlari kvadraturasiga hisoblanadi, xonasigami? Xona, sharoit, qavatiga, remontiga qarab, lokatsiyasiga qarab. Keyin bizda hozir ko'p ijarada yaxshiga narx ko'tarib turgan bu turistlar, ya'ni turist emas, uzr, boshqa davlatdan kelib shu yerda ishlayotganlar. Katta-katta zavodlar ochildi, mana Kia, ADM, yana boshqa zavodlarda ishlab bu yerda ijaraga turayotganlar yaxshi pulni ko'taryapti endi. Lekin o'zimizda misol tumandan kelib oilaviy shu yerda yashab ishlaydiganlar yoki shaharda o'zida ham xonadonga chiqadiganlar ko'payib qoldi. Unaqalar ham bor. Bizda ijara hozirgi kunda yaxshi. 1 milliondan ketaveradi tepaga qarab. Men o'zim $1000 ga eshitganim bor. 1,5. Mana yosh oila, ikkitami farzandi bor, 2 xonali uy olmoqchi. Shahar markazida. Bu tomon Targo Center bo'lsa, bu tomoni olaylik Toshloqgacha. Qancha narxlar? 2 xonali $200 dan $400 gacha bor. Maksimum $400 gacha. Endi Targo Centerdan u yoqqa qarab yuradigan bo'lsak,
Olmazor tomon. Olmazor tomonida ular endi 1 millionga ham bor, 1,5 millionga ham bor, 2 millionga ham bor, sharoitiga yog'di. Gord atroflarida ham bormi? Bu tomonlarda Gordlarda unaqa uncha yo'q. Qurilmagan-ku hali. Bitmagan, qurilgan. Endi hovlilar ham bor. Hovlilar ham ijarasi bor. Ularning narxi qanday? Ularni ijarasi mana misol uchun 6 sotixli hovlingiz bor, 8 ta xonasi bor, lekin domniki bilan bir xil yuradi. Ular endi unaqa, chunki ijarachiga o'sha kvartira qulay hovlidan ko'ra. Hovli endi katta joy, Mashaqqat ham. keyin kvartiradagi turgan odam kommunalga to'laydi-da, kommunaldan. Hovlida ko'p ob'yom. Misol uchun bitta oilaga 2 xonada isinadi, ovqatlanadi, uxlaydi, yetarli unga. Endi 8 ta xonaga bitta ataplarni ulangan, majbur shuni yoqish kerak 2 xonani isitish uchun, qolgan 6 ta xonani isitish uchun. Ularga endi ortiqcha xarajat. Bitta o'rtog'im bilan bo'lgan holatni aytib bermoqchiman. Yaqin tanishim oilaviy ijaraga chiqishdi. Boya hozir hovli bilan domni taqqoslayapmiz-ku. Shu hovliga oldi, shu kattaroq menimcha. Bir kun borsam dedi, uyda hovlida ilonlar yuribdi dedi. Dedim, haydadim, o'qildim, bo'lib ketdi. Ikkinchi kuni borsam, bu yana boshqa xonasidan chiqdi dedi. Xona deganim, o'sha og'il xonadan chiqqan bo'lishi mumkin, hojatxonadan chiqqan bo'lishi mumkin. Keyingi kuni yana dedi. Keyin bir kun qarasam, bir 6 ta 10 talashib yuribdi dedi. Bunaqasini ko'rmagan Jizzaxda. Jizzaxda? Endi egalari qaramaganmi desangiz, egalar chet elda ekan. O'sha uylari bor. Olishganda ketishgan. Qarovsiz uyda shunchalar ilon bo'lar ekanmi? O'zimku mayli deydi, bolachalarim bor. 3 ta farzandi bor-da, ushlab olsa, boshqa qilsa deb cho'chib, yaqinda mana Sidon atrofiga ijaraga ko'chib kelishdi-da. Aytaman, Jizzaxda ham shunaqa holatlar kuzatiladimi? Jungli bu kutibdi-yu, o'nlagan ilon, ilonlar Jizzaxda mana uyda, hovlida qarovsiz yotgan deysizki, biz juda ham ko'p qarovsiz yotgan hovlilarga borganmiz. Sotuvga qo'yilyapti, juda ham ko'p. Haqiqatan dunyo shunaqa ekanda, odamlar bor, minglab, millionlab uy yo'q, lekin odamlar bor, juda ham ko'p ko'chmas mumkin, undan foydalanmaydi. Haqiqatan men o'zim mana shu yil yozda bordim, juda ham ko'p uchastka ko'rdim, foydalanmaydi. Eshikni ochasiz, o'sha eski qanday bo'ladi? Mana misol uchun 5 yil bitta xonaga kirilmasa. Mana shunaqa holat, eski ta'mirlangan, eski suratlar, mana shunaqa o'zim hayron qolardim. Ho'llab qo'ygan-a? Juda ham ho'llab qo'ygan. Endi u yerda juda ham tinch. Boya siz aytgandek, hamma hasharot ham bor yerda. Bu hammasi. Mana shunaqa joylar juda ham ko'p. Shularni shaharda bo'ladigan ish. Jizzax shaharda bo'layotgan voqealar. Bo'layotgan voqea juda ko'p bunaqa narsa. Boshqa davlatga ketgan, boshqa Toshkentga, Samarqandga qulflab ketgan. Bir o'shani men o'zim biz yozda shunaqa narsa voqea bo'ldi. Bitta oila bor. Otasi nogiron ekan, 4 ta bolasi bor. Ularga aytishibdi, bizga bir hovli bo'lsa, ijaraga pul to'lashga imkoniyatimiz yo'q. Faqat hovliga qo'ldan kelgancha chiroyli qaraymiz. 4 ta o'g'li bor. Otasi nogiron ekan. Mana shunaqani keyin biz e'lon qilib chiqardik. Agar kimda shunaqa qarovsiz qolib ketgan hovli bo'lsa, mana shu oila bor, savob bo'ladi. Beringlar, o'sha yerda kullatib, obod qilib o'tiradi. Yo'q, Xudoga shukr. Topib chiqib ular ajoyib ish bo'ldi-da. Mana shu paytlarda bir o'rtada turganingizdan xursand bo'lib ketasiz. Xursand bo'lib ketadi odam. Bu tomonga uy kerak, bu tomonga o'sha joyni obod qiladigan odam kerak. Alloh taolo sizni sabab chiqib qo'yapti. 3 ta tomondan foyda ko'ryapti. O'sha ayol telefon qilib rahmat aytib, ko'chyapmiz o'sha yerga, rahmat deb. Navoiy kolxozli o'sha hovli. O'sha yerdan biri chiqibdi. Tadbirkor odam haqiqatan qaramaydigan joy bo'lgan. Olib qo'yishgan, qachondir zarurat bo'lsa Haysur hozir beshikda yotgan chaqaloqda ham uy bo'ladi, mulk bo'ladi, topayotgan paytim olib qo'yay deb qilishadi endi ular ham. To'la yer joy, uy bilan hammasi inson bilan obod. Shunday. Inson bo'lmasa o'sha huvillagan bir 2 qarich, 4 qarich yerni o'zida shunaqa holatlar ham bo'ladi. Kuzatilganmi? Uyga talash, boshqa. Aynan bizda shunaqa ko'p bo'ladi. Ko'pincha shunaqa narxni qo'yib chiqaramiz. Kecha mana yaqinda qo'ydik, bitta xonadonda 3 xonali, 3-etajda joylashgan. Shaharda markaziy ko'chasining 1-liniyasida namunali uylardan birida qo'ydik. U odamni maqsadini aytdi. Men Toshkentdan uy olganman, zaklab berganman. 3 kunda pul olib borishim kerak. Ilojim bo'lsa menga bugun pulimni qilib, notariusni bitirib, qo'limga pulimni yechib berdi, men jo'natdim. Suhbat qildik keyin. Uyni qachon olgansiz? Bozor narxi
kamida 40 minut yo 1 soat gaplashdik. 10 minutda sotildi shu uy. Olgan odam bizda ko'p bo'ladi unaqa voqea. Videoni shunday ko'radida, egasiga telefon qilib, "Menga karta raqamingizni aytib turing telefonda qo'ymasdan. Men zaklab tashlayman" deydi. Zaklab tashib, ko'rmasdan turib oldida, ko'rmasdan turib notariusga borib o'zini rasmiylashtirdi. Uyni ko'rmasdan. Uyni ko'rmasdan. U odam hayron. Lekin aytibdi, "Men 1 yil oldin sotib olganman bu uyni" debdi. Lekin zarar qilganim yo'q dedi. Ta'mirsiz uy 1 yil shunda yotgan, lekin zararimga sotganim yo'q, rahmat debdi. Va bugunni o'zida ishim bitdi, mana notarius, mana qo'limga pulni oldim, rahmat deb chiqib ketdi. Turgan joyda hamma narsa narx oshyapti, turgan puli ham. Men zararimga sotmadim. 1-2 so'm foydam bilan sotib chiqib ketyapman, rahmat dedi. O'sha boyagi janjal deganingizga u videoni qo'yganmiz, uni telefoniga ajdaniyaga tushgan odamlar domda atrofida yuribdi. Olaman deb. Olaman shunaqa. Keyin uni olgan odamning telefon raqamini so'rab, uni ustiga yana pul taklif qilish, shunaqa narsa juda ko'p bo'ladi. Mayli, mana shunga misol U uchun. olib sotarlarmi ular? Kim? Yo, o'zi uy olib sotarlar ham bor, o'zi uy keragi ham bor, har xili bor uning ichida. Qo'yil. Va bir xilla kimdir sotib olmayapti, kimdir sotib olsa, o'sha sotib olgan odamdan ham sotib olishmoqchi bo'lyapti. Endi bir xil narsa o'sha hudud kerak bo'ladi-da, bir xil odamga. Ha, o'sha hudud kerak bo'ladi. Qadriyat men o'zim ko'rganman. Bitta shu o'zini qadriyati ota-onam, aka-ukamga yaqin bo'lay deb bozor narxidan $20,000 qimmatga olganlarni ko'rganman, hovlilarni. Ko'proq bizda mahalla shunaqa ketadi. Mana misol uchun ba'zi bir mahallaning odam boshqa mahallada yashalmaydi. Chunki uni hech kim tanimaydi. Unga $100,000 hovlini bizda hozir shunaqada endi, hozirgi kunlarda shunaqa, lekin bu sekin-sekin yo'qolyapti. $100,000 hovlini $50,000 tavsiya qilsangiz, unga qiziq emas uncha. Men nima qilaman, uyda tanimayman. U hozir yoshi kattalarda ko'proq shunaqa. Lekin yoshlarda bu narsa hozir yo'qolib ketyapti. Chunki hozirgi yoshlarda shu uy qurib olsam qani edi, qayerdan bo'lsam olay degan shunaqa. Shuning uchun bizda katta hovliga hozir umuman talab yo'q. Xo'p, hayotingiz davomida yana savollarga o'taman. Hayotingiz davomida minusga ketganmiz, minusga kirib ketganmisiz? Mana shu vaqtda yoningizda kim qolgan? Hayotimiz davomida minusga ketganmiz. U vaqtda faqat yaqin oila a'zolarimiz qolgan shu. O'shalar qo'llab-quvvatlagan, minusdan chiqib, nolga chiqib, mana plyusga, yana minusga. Minus bo'lib yuribmiz endi. Impuls bor-ku, mana shunday qilib yuramiz. Endi hayot shuda. Hayotda qaysi vaziyatda aldangansiz? Siz unutmaydigan eng katta dars qaysi bo'lgan hayotda? Darsni olamiz, to'g'ri, lekin uni tugib qo'ymayman. Men o'zimda shunaqa, tugib qo'yib, o'ylab, uni nima deydi, yillab esimdan chiqarib, unaqa yo'q. Yo'q, orqaga tashab bo'ldi. Shu joyda demak xato qilmaslik kerak. Bosim beradi. Bosim beradi. Keyin ba'zi vaqtida o'sha narsa yaxshi narsani ushlab qoladi-da. Xo'p, assalomu alaykum. Siz yoshligingizda kim bo'lishni xohlagansiz? Hozir o'zingizni topdingizmi yoki kelajakda o'zingizni qanday tasavvur qilasiz? Armon va orzularingiz deb savol berishdi. Yoshligida endi tadbirkor bo'lishni xohlaganman. Yoshlikdanmi? Yoshlikdan. Ammo kosmonavt bo'lishni xohlaydi-yu. Bilmayman, men prokuror bo'lishni xohlaydi. Iplab biznesmen deb aytalganman, bo'ldi shu. Nechinchisiz? 96-yil. 96-da yoshmassizda. Ya'ni men 93 bo'lsam, bizni yoshligimizda tadbirkor degan kasbni o'ylab ham ko'rmaganmizda. Endi to'g'ri, men atrofim to'liq harbiylar bo'lgani uchun shu qanaqadir rahbar bo'lishim kerak, prokuror bo'lishim kerak, hokim bo'lishim kerak deb yurganmiz organ tomonlama. Tadbirkor oilamizda chiqmagan. Siz kimdir sabab chiqganmi? Endi men o'zim qiziqqanman. Keyin 5-sinfligimda yozgi kanikulda o'zim sinfdoshimni bilan birga yozda gazvoz sotgan chiqqanmiz-da endi. O'sha yerda ishchi bo'lib, to'g'riroq. O'shandan boshlangan tadbirkorlikka qiziqish, bozor, o'zi 7 yil bozor savdo qilganman. Endi yaqindan taniydiganlar biladi. O'sha kiyim-kechak bozorida, ko'k bozor savdo qilganman. O'sha narsa endi ushlab qolganman. Ko'proq odam bilan muloqot qilsam, gaplashsam, bu ham menga ancha narsa beradi. Boyagi siz aytayotgan kasblar ko'proq men boyagi hisobchi bo'lganman dedim. Hisobchi bo'lganimda ham to'g'ridan-to'g'ri mijozlar bilan ko'pincha gaplashardim. Mana shu narsa menga ko'proq yoqadi. Endi hayot juda ham tezkorlik bilan daqiqalar, soniyalar ichida o'zgarib ketadi. Yana ko'raveramiz omon bo'lsak.
faoliyatingiz davomida eng arzon va eng qimmatga baholangan turar joy narxi qanday? Sotilganini aytsam bo'ladi. Sotilganida $5000 ga 12 kvadratli magazin sotganmiz degan. 12 kvadratli magazin. $5000 qayerda? O'ta arzon shekilli. Sidvabda Sayiljoy mahallasida 12 kvadrat 3 ga tur. Islom Karimov Shoh ko'chasi prospektda qo'yganimiz $590,000 ga qo'yganmiz, shu sotilgan. $590,000 nima bu? Binomi? Yerto'la bilan hisoblaganda 6 qavatli bino. Zafaronda to'g'risida. O'zimiz tanish quruvchi akalar reklamaga biznes uchun olinadi. O'zi eng qiyin savdo noturar savdosi. Men oldin o'sha aytganda ustozimning bir ko'chmas mulki bor edi. 100 kvadratdan ziyod noturar bino, uni tayyor shartnoma asosida ishlaydigan ijarachisi ham bor edi. $1000 berardi. Qiynalganmiz sotishga. Noturar bino sotish qiyin. Yo'q, qiyin degani uni hujjatlari qiyinmi yoki oladigan odam topilmaydimi? Oladigan odam top. To'g'ri, oldin shunaqa edi, hozirlikka ancha jonlanib qolgan. Ancha jonlanib qolgan. To'g'ri, menga sotildi, sotdim deganda o'zi xursand bo'ldim-da endi. Keyin bitta narsani so'radim, bu o'zim nima deydi? Boshqa birovga aytish uchun ham o'sha narsaga ishonch komil qilish kerak-da. Bu reklamamizdanmi deb so'radim. Ha, reklamangdan dedim. Unda boshqa his tuyg'u. Rahmat dedim. O'zim rahmat bor. Rahmat. Siz sotib bergansiz. Rahmat, Shu biz ishimizda ham shunaqa bir yaxshi gap gadosi bo'lar ekanda. Shunaqa. Doim shu qoidani aytaman. Birinchi qadr topaylik, keyin pul topamiz. Qadr topmagan joydan pul topmaymiz. Bizni pulini beryapman-ku degan oyoq osti qiladigan insonlar bilan ishlash olmaymiz biz. Degan narsa aytaman. Ko'p xizmat ko'rsatamiz. Yaxshimi ishimiz? Yoqibdimi? Ha, yoqibdi. Nega zo'rni maqtab qo'ymaysiz desam, zo'r desam narxni oshirib yuborishinglar mumkin deydilar. Bir marta aytishadi, Alloh rozi bo'lsin, baraka topinglar deydilar. Shuni kiylamanda jamoaga zo'r ishlaylik yana ham. O'zi yaxshi ketyapti, yana ham zo'r ishlaylik. Ha, so maqtov eshitdik. Pul o'z yo'liga, ya'ni pul rizq keladi, ketadi, keladi, ketadi. Lekin inson bilan o'zaro munosabatda o'sha shirin so'z, sizga ham rahmat, baraka top, sen orqali uyim sotildi desa, ana olgan pulingiz unutib yuborasiz. Lekin million olib qo'ysangiz ham tit bo'lsa, ma pulingni quloqimni tinch qo'y deysizda. Mana shu tadbirkorlar ham hozir yana qurilish qilyapti. Xudo xolasa bitsa, biz endi qadriyatni biladi. Sherzod kadastr chiqsa chaqiraman degan. Xudo xolasa yana ishonchli bo'lsa, kadastr chiqmasa ham sotsa bo'lsa kerak. Ya bo'ladi. Ishonchli bo'lsa, turib bera oladigan, bilyapsiz, ishonchli. Misol, men ham Katlavandan olganman-da. Alhamdulillah bitdi mana uy. Uyli bo'ldi. O bitgandan keyin mana deb pulni sanab bera olmasdim. Kimlargadir shunda ham yordam berish mumkin agar hozir menga ham yordam berishingiz mumkin. Katlavanda yoki qurilayotganda nisbatan arzonroq mamta ola olasizmi desangiz, tayyor narsani olgandan ko'ra mayda-mayda to'lab. Endi bu narsaga jiddiy qarasak bo'ladi. Sababi davlat o'zi escrow tizimini yo'lga qo'ydi. Ya'ni bank orqali endi aldov bo'lmaydi, ha? Yo'q. Qanday bo'ladi? Unda ham mana misol Katlavandan sotuvni yo'lga qo'yadi. Mijoz to'g'ri borib hisob raqamga qo'yadi, bank hisob raqam, bank strafovka qilib beradi. O'sha pulni ushlab turadi o'zida. Qachonki nimadir bo'ldi, qurilish to'xtab qoldi yo ketdi, aldadi, o'sha pulni strafovka qilib beradi. Lekin qaytarib beradimi? Ha, qaytarib beradi. Lekin bitta tomoni bor. Ma'lum bir vaqtga, ya'ni ma'lum bir etapga kelganda quruvchiga resurs berib turadi bank. Berib turadi. Bu narsa lekin bitta narsani aytish kerak. Hozir bu ko'p mana shu tomonga tortyapti, narx oshishiga olib keladi. Oldingi Katlavan holatda qurib kamroq marjaga ishlaydigan quruvchilar qatlami chiqib ketadi bozorda. Endi haqiqiy puli borlar qoladi. Yoki investor bo'lib birga qiladi, yoki kredit hisobiga qurilish qiladigan quruvchilar qoladi. Ular o'z-o'zidan kreditdagi foizni tannarx ustiga mindiradi. Shu tomoni bor. Hop, baribir shunaqa xulosa qilsak bo'ladimi? Endi bo'lib to'lash qiladigan har qanday uylarni, turar joylarni sotib olsak yutqizmaymiz degan xulosa qilsak bo'ladimi? Yani yutqizmaymiz deganim, agar quruvchi aldagan taqdirda ham bank qaytarib beradimi istalgan vaqtda yoki buni ham talablari bormi? Buni hali to'liq bizda normasi, faqat umumiy
tushunchasi bor. Uni to'liq normasi. Chunki hujjatlarga qarash kerak. Biz ham o'shanaqa ishlayapmiz. Mana qonun chiqdi-ku, bu boshqa narsaga qo'l qo'ydirar. Boshqa hisob raqamga pul tashlatdi. Bizda mana shu shartnoma o'qib ko'rmaslik ko'p bizda. Ular ruscha qilib qo'yishadi-da. O'zimizni Jizzaxda bo'ladigan joy, uy nomini aytmayman. Boramiz, uy olmoqchi bo'lamiz, ruscha hamma shartnoma. Nega o'zbekcha emas, yo ruscha ishlaydi-da, boshqa qiladi-da. Mana shu narsa bo'yicha yo'q. Mana shu narsa bo'yicha bitta men yosh katta kishi bilan suhbatlashganimda o'sha Jizzaxda qurilayotgan turar joy majmuasida shu ruscha taqdim qilgani uchun kerakli joylarga murojaat qilib to'liq o'zgartirgan ular. Shartnomani to'liq o'zgartirishga majbur qilgan. Keyin yana bitta narsa bor, shartnomada hattoki yozuvlarning razmerigacha standarti bor ekan. O'sha kichikroq qilgan ekan ular. O'shangacha o'zgartirish tushunadigan odam ekan. Ja tushunadigan odam. O'zi lekin hozirgi zamon shunaqani talab qilyapti-da. Endi shunaqa bo'lish kerak iloji boricha. Talab qilish kerak. O'z-o'zidan qonun ishlab qolmaydi. Uni talab qilish kerak bo'lgan bu narsani qilishyapti. Ha, bo'pti. Bu savollar tugadi. Yo, bu bergan savollarda sappichoq qilnay deganlar tugadi. Sherzod aka, qaysi savolga beramiz? Savolni eslolmasangiz, javobingizni eslolsangiz, o'shani aytsangiz ham bo'ladi. Qo'shnini aytdik-ki, o'sha savol yaxshi chiqdi. Qidib topdik qo'shnini. Chunki juda ham ko'p bizda mana shu narsaga murojaat ham bo'ladi-da. Biz chaqirib, uy sotyapti. Men o'zim shaxsan so'rayman-da, uyda nima uchun sotyapsiz? Mushkul vaziyatmi yoki yangi uy oldingizmi? Men o'zim hayron qolaman. Bor shunaqa narsalar chiqadi. Qo'shni sabab bor, qo'shni sababli sotayotganlar. Demak, qo'shni bu javob qo'shni haqida hech kim savol bermagan, lekin shu savol qo'shnilar mavzusi ko'tarilishiga qaysidir ma'noda turtki bergani uchun ham uy olayotganda e'tiborsiz qoladigan, lekin eng ko'p asabni buzadigan detal qaysi deb savol bergan inson bor ekan va ular yana bitta savol berganlar yaxshi. O'zingiz uchun uy oladigan bo'lsangiz, Jizzaxning qaysi mahallasini tanlagan bo'lardingiz? Bunga lekin javob bermadilar. Va muallif Mannonova Mahliyo. Mannonova Mahliyo, agar bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, sizni tabriklaymiz. $50 Sherzod Realtor'dan sahifalaridan, ijodlaridan sizga hadya bo'ladi. Omadingiz bersin. Yaxshi. Xo'p, narx baholash. Jizzax shahar, mayli, qolgan joylarni qo'yaylik. Kvartiralar bo'yaning. Ko'p qavatli binolardagi xonadonlar va bundan tashqari hovlilar bor. Va narxlar haqida bildik. Qayerdandir eshitdim, ustozdan so'radim. 100 ta, 200 ta, 300 ta uy sotdim. Umumiy tahlil chiqib keldi. Endi asosiy narxni o'zi bizda kim belgilab beradi? Uyni egasi-yu sizmas. Ular qanchalik asosiy narxni belgilashyapti, qayerdan olishyapti va ular belgilayotgan narx har doim ham to'g'rimi, noto'g'rimi? Noto'g'ri bo'lsa qanaqa yo'l chora ko'rish kerak? Xo'p, o'zi mumkinmi xohlagan narxni qo'yish? Meni fikrimcha mumkin deyman. Bozor iqtisodiyoti meni mahsulotimni xohlagan narximga sotaman degan fikrim bor. Narx belgilashda ikkita xato bor. Birinchisi har doim zarar ko'radi. U xato qo'shnisinikiga yoki qo'shnisini sotayotgan uyiga qarab narx chiqarish, sotiladi deb yozib qo'yadi. Telefon qilsangiz narxini aytadi, xuddi shunga qarab narx chiqarish. Ha, hozir o'zim zo'rg'a ilg'ab oldim. Tomoshabinlar tushunmay qolmasliklari uchun aytaman. Demak, sizni ham uyingiz bor, qo'shningiz ham uyi bor. Qo'shni uy sotyapti, telefon raqam qo'ygan. Alo, qancha sotyapsiz? $45,000. Ha, demak, men uyimni narxi $45,000 deb o'ylash xato deyapsiz. Xato. Sal qolsa mana shu xatoni men ham yo'l qo'yishimga oz qolgan ekanman. Yaxshi narxda, bozor narxida qo'yilgan narx hech qachon tashqariga afishaga chiqmaydi. Bitta narsa, afisha qo'yilgandan keyin o'sha hududda maklerlar hech bo'lmasa 2 martadan telefon qilgan bo'ladi o'sha odamga. Allaqachon sotib bo'lgan bo'lardi agar qimmat bo'lmagan. Asosli narx bo'lganda. Bitta xato bu. Ikkinchisi, hop, o'ziga kerakli pulga qarab narx qo'yish. Bu ham zarar bo'ladi. Menga $80,000 kerak. Demak, uyim $45,000. Lekin uyim, demak, uyim 80 mingga sotishim kerak. Bu ham zarar bo'ladi. Lekin sotilishi ham mumkin-ku. Bu aytyapsiz, o'sha mahallasiga yaqin, ota-onasining uyiga yaqin bo'lsa, $20,000 qimmatroqqa ham olganlar bor dedingiz. Shunaqa ham chiqib qolishi mumkin? Chiqib qoladi. Unaqa ham bor. Shuning uchun bitta narsa bor, uy sotsang birinchi qo'shniga ayt degan. Bu gap bor. Shunaqa gap bor. Uy sotsang birinchi qo'shniga ayt.
undan keyin qarindosh, undan keyin hamkasblarga aytsa, boshqa men ko'p aytaman-da, mahallalarda aynan mana shu narsa hovli sotishda ko'p aytaman. Birinchi qo'shnilaringizga aytib ko'ring. Chunki mana shu mahalladan boya aytganimdek qadriyatni ustun qo'yib, mana shu mahalladan bo'lsa bo'ldi, yermi, hovlimi olaman deb yurganlar, izlab yurganlar bo'lishi mumkin. Boshqa mahalladan kelib siz aytgan narxga balki birovlar ko'tarmaydi u narxni. Keyin bitta narsa bizda mana misol uchun narx belgilashda hozir ko'pgina snosga tushgan hovlilar yaxshi pullarga sotildi. Jizzaxda oldin tarixda bo'lmagan narxlarga sotildi. Bu narsa endi quloqdan quloqqa o'tadi, eshitiladi. Demak, meni uyim ham shunaqa narxga sotilar ekan deyish. Shu narxlar haqida biroz aytib o'tib olasizmi? Bizga shart emas uni uy egasi kim, boshqa kim. Snosga tushgan shahar markazi, yo'lni yoqasida qanchalarga ketdi uylar? 4 sotiqdir, 3 sotiqdir, 6 sotiqdir. Eng kamida 10 ming sotig'iga. Sotig'iga 10 ming dan ketdi. Bu o'zim eshitganlarim shunaqa. Sotig'iga 10 ming desachi, sizga o'xshagan mutaxassis va makliylar tushunadi-da. Bizga umumiy qiymati qiziq. Endi shuncha ming dollarga ketibdi. Yomon sotmabdi. Biz kvadraturasi bilan ham qiziqmaymiz, boshqasi bilan. O'rtacha 5 sotiqli uylar. Mana shu tahlilda ham qarang, mana misol sizga bitta narsa, mana shu tahlil qilayotgan, hozir shuni eshitgan odam o'zini hovlisini hisobini oladi, lekin quruvchilar asosan yaxlit joy, katta joyda sotib olishga qiziqadi. Bitta odam bilan kelishgan ma'qul. Mana misol uchun birovda 20 sotiqli hovlisi bor, yo'lning birinchi liniyasida joylashgan, o'sha odam bilan kelishga harakat qiladi, ko'proq berishga ham tayyor turadi ular. Chunki bitta odam bilan ishi bitadi birinchidan, ikkinchidan yaxlit joyda olgandan keyin unga bemalol bittasi quriladi. Lekin 20 sotiqda 4 ta xonadon bo'lsa, 4 ta odam bilan har xil savdo bo'lishi mumkin. Men bitta quruvchini bilaman, o'zi aytib bergan, to'g'ri. Sherzod 4 ta xonadonda 4 xil narxda savdo qilib chiqdim deydi. Lekin bir-birini aldab tibdan oladi deydi. To'g'ri, ana men bunchaga sotdim, men bunchaga sotdim, qiyin debdi. Keyin narx ko'tarilib ketadi. Bugun mana ertalab bittasiga kirdim, o'sha hudud menga kerak, men o'sha yerdan dom yoki magazin qurmoqchiman, bittasiga kirdim, savdolashdim, kelishdik. Bunisiga kirdimda, bittasini tinchitdim, mayli bunisini sal qimmatroq qilib bo'lsa ham olaman desa, bu qo'shnisiga bu aytsa, bu o'sha yana narxni ko'tarib qo'ygan bular. Keyin mana shunaqa qilib, yo'lda yoqasida snosga tushgan joylardan yaxshi pulga sotganlarni eshityapti-da ko'plar. O'zini mahallani ichida 2-chi, 3-chi, 5-chi liniyada joylashgan hovlilar ham shu narxga qarab baland qilib ko'tarib olyapti narxini. Boya aytgandek, quruvchiga bitta yaxlit joy deganim, hozirgi kunda ko'p yerlarga talab fasad qismi uzunroq bo'lishi kerak. Enliroq yerlarga talab yaxshi. Sababi u yerga hozir mana zamonaviy kottejlar urfga kirdi. 2 sotiq, 3 sotiq ko'pgina quruvchilar ko'p qavatli turar joy majmuasi qurishdan ko'ra mana shu uslubga o'tib ketdi. Bunga sabab nima? Baribir taklif bo'lmagan joyda talab bo'lmaydi, talab bo'lmagan joyda taklif bo'lmaydi. Sabab oldingidek hech kim mol-hol qilmay qo'ydi uyda. Agorod qilmayapti. Aka bitta joyda yashamayapti. Chiqib ketyapti. Undan keyin nima bo'ladi? Talab bo'ladi. Menga kichkina bo'lsin, ichkariga mashinam sig'sa bo'ldi. Yashil zona umuman keragi yo'q. Hamma sharoit ichkarida bo'lsin. Talab bor, shuning uchun mana shu narsa rivojlandi. Unda ham mana misol uchun biz ko'rganmiz, fasad qismi 12 metrda, endi oldingilar mana shu agorod, mol holda o'ylab olganda 12 metr eniga, lekin uzunasiga 60 metrlik uylar bor. Ular aytadi, "Meni yerim mana 7 sotiq, men demak, meni yuraman shuncha qimmatga ketadi." Lekin to'g'ri tushuning. Sizniki mana bunaqasiga ensiz, bunga kamdan kam proyekt tushunadi. Bunaqasiga 60 metr. Agar keyingi narigi tomon ko'cha bo'lsa, ketishi mumkin. Shuni tushuntirishda biz juda qiynalamiz narx chiqarishda. Keyin bitta oxirgi chorasi bo'ladi. Bitta oxirgi chorasi bo'ladi. Buni bozorga olib chiqish. Ya'ni reklama qilish. Bizda bitta yaxshi tomoni, egasi nomer qo'ygandan keyin hamma gapni egasi o'zi quloqda eshitadi, o'zi bitta aniq fikrga, qarorga qabul qiladi keyin oxir. Bo'ldi, demak, meni uyim bunaqa narxga haqiqatan sotilmas ekan. O'zi keyin men eng yomon ko'rgan narsam boshlanadi, keldi narxini tushirib boshqatdan reklama chiqarib edi. Men yomon ko'raman degan uni mehnati boshqasidan o'qimayman. Oldin ishonmagani uchun. Ishonmagani uchun emas. Kutadi keyin bir xilda. Buni uyda yana narx tushib qolishi mumkin. Bu keyingi xonadonlarga ta'sir ko'rsatadi. Keyin bu
yana narxini tushirishi mumkin. Kutaylik hozir. deydi. Keyin yana bitta narsa, narxini tushirganingizdan keyin uni borib yana battar yerga uradi. O'sha narx haqida gap ketyapti-yu, shuni sun'iy tarzda, tabiiy emas, sun'iy tarzda qimmatlatish imkoniyati ham bormi o'zi? Shunaqa holatlar kechadimi? Bu sun'iy tarzda hop bitta ikkita uyda qilish mumkin, lekin omma yo'q. Endi u o'zi mana hozir shu narsa endi nima deydim? Boyagi tushmaydimi shu? Mana mahalla hammasi yo'l yoqasiga qaragan, birinchi liniya, hamma qo'shnilar kelishib olib bo'ldi. Mana bundan arzonga bitta shunaqa narsa bo'ldi. Mana hozir o'sha joy 50 sotix joy bor ekan. Endi to'shni aytolmayman. Chunki qaysidir biznesmenning rejasida endi 50 sotix Tarsovoy joyda, shaharning markaziy ko'chasida, chorrahada joylashgan. O'sha joyda 4 ta xonadon bor. 50 sotixga yaqin. Hammasi bilan kelishib bo'lgan. Bitta 4 sotix birov hovlisi bor ekan, u yana oldi tomonda-da. Uni olmasa bo'lmaydi. U hammadan ham balanddan qaytib turibdi hozir. Eng og'riqli nuqtasi shu, quruvchining eng og'riqli nuqtasi shu. Ya'ni mana shu holatlarda endi talab ham bor, sun'iy ham deb bo'lmaydi-da, endi bu yerda sun'iy desa bo'larmikan? Ya'ni mana shu joyda qotib qoladi-da endi. Ajoyib holat. Bu yerda haqiqiy biznes mana shu yerda boshlanadi. Bunga bu joy kerak, bu unga shu joy kerakligini biladi. Va shuning uchun qimmatlar qaytadi. Mana shu narxga oladi deb ham xayol qiladi. Endi buni orqadagi 4 ta qo'shni kelib bunga iltimos qilyapti. Qo'y shuni sot, bir nima deydi, omading chopib qoldi hozir deb shunaqa ma'noda gapiryapti. Chunki hozir taklif qilingan yomon narx emas-da, to'g'rimi? Yo'q, juda zo'r narx. Har bir sotig'iga adashmasam 20 mingdan taklif qilingan. 50 sotiqniki 1 million. Ya 1 million dollar. 1 million dollar. Mana shu quruvchilar bor. Mana shu quruvchilar bor. Mana shu taklif qilib, mana shuni oladigan, o'sha joyda ko'z yetadigan quruvchilar bor bizda. Faqat mana shunaqa to'siqlari ularning og'riqli nuqtasi. Mana kecha yaqinda bitta quruvchi o'zini hisob-kitobini ochiq menga tushuntirib berdi. Men savdolashganman endi u bilan. Endi qimmat domlarni qimmat sotasizlar, quruvchilar Sherzod mana qaradi-da. 40 sotiqli hovli dedi. Mana misol uchun bittasi 40 sotiqli joy, endi ikkita uchta hovli bor. 20 mingdan sotib olyapman dedi. Har birini, sotig'ini. 800 ming dollar pul bo'lyapti. Endi o'zi kvartiram hozir o'rtacha 40 ming, 20 ta kvartira qursa bo'ladi domga. Hozirgi kunda yashil maydon, parkovka, zahmat zona talab kuchayib ketdi. 40 ming dollardan sotyapman, 20 ta kvartira debdi. Lift qo'yapman unga debdi. Nechun bo'lyapti dedi. 20 ta kvartira 40 mingdan. 800 ming. Qani meni foydam debdi-da. Uni buzish bor. Qurish bor. Hali joy u yerda puli o'zi. Yerda o'zi. Endi men nima qilay deb shu vaqt. Qilib qo'ygan yaxshimi? Ana shuning uchun chiqib ketadi-ku mana shunaqalar. Kichikroq bo'lsa ham, bitta podyezdli dom qurib bo'lsa ham sotaydigan maydalari chiqib ketib qolsa, o'sha gigantlar, o'sha hamma ishonib bo'lganlar ularga o'zi bozorda keyin xohlagan narxini qo'yishga u tabiiy. Bitta narsa boyagi narsa ishlab ketadi keyin. Kimdir oladi, ustiga qo'yib sotadi. Yana uy mavzusi. Uy olayotganda insonlar nimadan ko'p aldanadi? Yoki mana siz ham reklama chiqaryapsiz, qolganlar ham reklama chiqaryapti. O'zingiz ham ko'rib turasiz, buni reklamasi bunday, lekin asli boshqacha. Ya'ni bitta so'z bilan yoki qaysidir ta'riflar bilan xalqimizga yordam qilsangiz. Reklamani ko'rdi, xo'p. Uni qanday bilsin, u rost yoki yolg'onligini qanday isbotlab olsan? Aldanmaslik uchun tavsiyalar bera olasizmi? Endi uyni to'g'ri sotib olayotganda birinchi o'rinda o'zi katta pulli narsa bo'lgani uchun hissiyot bilan sotib olmaslik kerak. Hissiyotga berilib. Men shu vaqtda mana uy olayotganda realtor orqali olayotganlarga bitta maslahat berib ketaman. Yaxshi, yomon realtor deb bittada ajratsa bo'ladigan, o'sha realtor sizga yopishib olsa, undan nari yuring. Demak, nimadir bor. Yopishib olsa, keyin bitta fishkasi bor, maklerlarning boyaga e'lon bor-ku, ilinib qo'ygan, sotiladi, telefon nomer. Aytdim-ku, qimmat bo'ladi, ko'pincha unaqa uylar. O'shani ko'rsatib namuna qiladi. Mana telefon qiling-da mana deyin. Uyni aytib qarang, nech pul sotilyapti ekan. O'zi bu yerda uylar nech pul bilasiz deydi. Undan keyin o'tkazib yuboradi o'zinikini. Lekin men o'zim Toshkentda shuni guvoh bo'lganman. Uyushtirilgan vaqtlari ham bo'lgan. Maklerda mana shu narsani uyushtiradi. Har xil nomerda patent tashab qo'yishi. Balki yo'q uydir u. Shunaqa holat bo'ldi. Bu siz mana endi bilyapsiz. Esimga tushib qoldi hozir. Uylarni
kvartiralarni zo'r-zo'rda, mana U-Tower'da kvartira qo'yib qo'ygan $500. Zo'r sharoitlar. U yoqda oddiy xonadondan $500 topolmayapsiz-da hozir o'sha Durujban atrofida. Telefon qilsangiz, u ketib qoldi, yo sizga bermayman, keling boshqasini ko'rsatay. Ya'ni qaysidir ma'noda phishing bo'lyapti-da, qarmoq tortib olyapti, boshqa tomondan beradi. Demak, ikkita fishka aytdilar. Sizga yopishib olgan odamdan sal uzoqroq turing. O'zingizni mulohaza qilishingizga, tahlil qilishingizga qo'yib bersa, demak yaxshi. Ikkinchisi qani, bunga telefon qilib ko'r, bunga telefon qilib ko'r, qara narx qimmatligini ko'rasan desa ham. O'shanga ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot bo'ling. Endi hujjatlar endi Hujjat o'z-o'zidan. Hujjat endi boyagi bu ham juda qiladigan narsa, lekin e'tibor beradigan narsa. Nimalarga e'tibor bersin? Hujjatda birinchi o'rinda mana hozirgi kunda ko'chirma kadastr bor, bitta varoq QR kodli bor. Birinchi o'rinda QR kodiga hamma telefonda nima chiqadi QR kodda? Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan hamma narsa chiqib keladi. Kvadrati, egalik huquqi, manzili, Kimdaligi? ba'zida bo'lsa chiqib keladi. Bo'lmasa error bo'lib qolsa bo'ldi. Demak, u hujjat boshqacha hujjat. Keyin uy sotib olayotganda haqqingiz bor. Egalik huquqi oldi sotdi, meros, hadya, o'sha hujjatni so'rashga haqqingiz bor. Sizning haqqingiz bor o'sha hujjatni. Qanday sanga o'tdi deb va iloji boricha hozir mana bizni Jizzaxda men o'zim hali Xudoga shukr ko'rmadim. Iloyim bunaqa narsa bo'lmasin. Hujjat soxtalashtirish degan narsa bor. Bor bu narsa. Mana meros bo'lib o'tadi kimdandir. Meros bo'lib o'tadi, uni keyin ko'proq oldi sotdi qilinadi. Birinchi dokument pastda qolib ketadi. Yo'q bo'lib ketadi. Chunki mashinada ham bitta oldingi raqami tagida yozilgan bo'ladi texpasportda. Bunda ham xuddi shunaqa. Undan oldingi odam qanaqa yo'l bilan olgan? O'sha yozilgan bo'ladi. Misol uchun menga meros bo'lib qoldi, men sizga sotdim. Sizni guvohnomangizga, oldi sotdi shartnomangizga meros bo'lgan bunga birinchi. Keyin yana aylantirsa, buni guvohnomasiga sizda bu sotib olgan bu o'zi debdi. Lekin bitta davlatda qonunda shunday narsa bor. Oxirgi 3 yilda agar meni meros bo'lib qolgan-ku menga, akam yo ukam chet davlatda yashayotgan bo'lsa, u kelib sudga ariza bersa, o'sha uy 10 marta aylangan bo'lmaydi, shunday olib kelib menga qaytarib beradi. Bo'lib beradi keyin ikkita aka-ukaga. Ana shu joyga ehtiyot bo'lish. Shuning uchun ko'pincha biz merosga qattiqroq qaraymiz. Oxirgi 3 yilda hadya bo'lsa unda qolmasa? Hadyani yo'q, hadyada kam. Hadyada faqat hadya qilib olganga soliq chiqadi. Hozir hurmatli tomoshabinlar, tushunyapsiz-a? Siz bitta uy olmoqchi bo'ldingiz. U 5 ta, 4 ta, 6 ta qo'ldan o'tib sotib olgan odam egalik qilib turibdi. Lekin eng birinchi sotgan odamga otasidan meros qolgan. Uni yana bitta akasi bor. Akasi bor Amerikada, Yevropada, Koreyada. Kelyapti-da, bu merosda meni haqqim bor edi. Uyni ber desa, o'rtada 4 ta odam sotilib ketgan bo'lsa ham, sud uyni bu yoqqa qaytarib olib keladi. Qaytarib olib keladi-da, ikkalasiga taqsimlab berib. Pullar endi bu yog'i endi o'zaro uni yozadi, bu buni yozadi. Keyin qisqasi mashmasa, lekin boshidagi odam bu narsani shuning uchun 36 oy muddat qilib qo'ygan, da'vo qilish. Agar 3 yildan o'tsa, u men kelib da'vo qilsam foydasi yo'q. Shu paytgacha qayerda eding? Ha, demak, meros masalasida bu umrbodga ishlamaydi. Yo'q. 3 yilga faqat. Ha, 3 yilda mabodo qaytib kelib qolmasa o'sha qarindoshi chet eldan, demak, o'tib ketdi hisob. Shunday. Ha, qachonlardir merosga olingan, lekin oradan 4 yil o'tgan bo'lsa, uylarga sotib olsam bo'laveradi. Bizda bu tomonlama xavf yo'q. Shunaqa. Keyin bizda mana shunaqa narsa bor, bir xil tushunmaydi. Daromad solig'iga tushib qoladigan uylar bor. Qanaqa bo'ladi u? Misol uchun uy olyapsiz, keyingi 3 yilda nima bo'lishini bilmaysiz. Uy sotayotgan odam yoki o'rtadagi vositachi notarsa so'raladi har doim. Uyni narxini qancha yozaylik? 50 million, 100 million zo'r. Ko'plar e'tibor bermaydi mana shu narsaga. 50 million, 100 million zo'r. Lekin oradan 3 yil vaqt o'tdi. 3 yil o'tibdi. 2 yil vaqt o'tdi deylik, hali 3 yil bo'lmadi. Nimadir bo'ldi, uy sotishingiz kerak. Keldi. Mijoz. Tabiiyki bozor narxi 50 million, 100 million emas, uy 500 million, 600 million. Notariusda mana shu summani sotib olayotgan summamni yozdiraman deyishga haqqi bor. Yozdirdi deylik. O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha 3 yil ichida ko'chmasini sotib olib, uni ustidagi foyda daromad solig'i, ya'ni 12% ga tortiladi. 100 millionga olgansiz, 300 millionga sotdik deylik, 24 million soliq chiqadi. 200 million san foyda qilgansan deydi.
Ha, arzon yozdirib qo'ysa, keyin qimmat sotayotganda- sotsa, so'roq chiqib keladi. Agar o'sha misol o'sha 300 millionga olgan, 300 millionga sotsa nima bo'lardi? Oldi sotda to'g'ri yozdirsa bo'ladi, lekin hozirgi kunda bunga hech kim ko'nmayapti. Chunki keyingi 3 yilda u ham biladi shu muammo unda kelishini. Endi saviya sekin-sekin oshyapti Oshyaptimi? va ikkilamchi ipotekalar rivojlandi hozir. Ya'ni ikkilamchi bozordan ham uy olib beryapti hozir banklar. Yaxshi takliflar, yaxshi tariflar bilan ikkilamchi ipoteka qilinayotganda uyda hamma narsa ro'y-rost bo'ladi. Ya'ni narxda aldab bo'lmaydi u yerda. Chunki bank aytadi, "Men shuncha pulga olib berdim bunga. Bu shuncha pul berdi, shuncha kredit chiqardim." U narsa ko'rinadi hammasi. Faqat naqd pulda to'g'ri manevr qilishi mumkin. Lekin sotib olayotgan odam agar bunga ko'nmasa u sotolmaydi. Sotsa o'ziga soliq chiqadi. Qarang. Oldi sotdi shartnoma bor. Kadastr bor. Kimdir uyni sotib oldi. Oldi sotdi shartnoma bo'ldi. Lekin bo'ldimi shu uy unikimi yo kadastr bo'lsa unikimi? Qarang, oldi sotish shartnoma egalik huquqi. Shu uyga egalik. Endi uni rasmiylashtirish kerak. Kadastrda kadastrni yangilash degani ko'chirma, reyestr degan narsa bu o'ziga shu hududni balki kvadratlari o'zgargan bo'lishi mumkin. Kadastr kelib qaytadan ro'yxat qilib beradi, qaytadan reyestr qilib u kadastr o'zgargandan keyin kommunallar avtomat o'zgaradi. Bitta oldi sotish shartnomani o'zi u narsalarga kuch bera olmaydi. Uning uchun kadastr, ya'ni davlat ro'yxatini o'tkazish kerak. Yana bitta holatda aytay, shu bo'ladigan keys. Bitta xonadon oldi sotdi shartnomasida aytaylik 50 kvadrat yozilgan. Lekin asli 55 kvadrat u. Endi shunday qolsa nima ziyoni? Uni keyingisida 55 kvadrat qilib yozdirtirsa nima foyda? Unda e'tibor berishga arziydigan masalan. Endi yashorsiz sotayotganda hozir mana ba'zilar rivojlandi. Kadastringizda agar 55 kvadrat bo'lib, oldi sotishda 50 kvadrat bo'lsa, ikkalasini to'g'rilash uchun siz davlat xizmatlariga borib, kadastr agentligiga ariza berasiz. Uyimni qaytadan o'lchab, aniq hisob-kitob qilib beringlar. Shunda aniq bo'ladi. O'lchab kelganlardan keyin bular kadastr agentligi xodimlari o'lchagandan keyin, demak, oldi sotish shartnomada xato ketgan. Xato ketgan, buni borib qaytadan notariusga borib kadastrda hujjatini ko'rsatib, mana bular o'lchadi, sizlar xato yozgan ekansizlar. Undan oldingi hujjatga qarash kerak. Chunki eski oldi sotdiga qarab yangi oldi sotdi yoziladi-ku shartnoma. O'shanda xato ketgan bo'lsa, tagiga ilova qilib beradi. Mana shu joyda shunaqa xato ketibdi. Mana shu joy shunaqa o'qilsin. Mana shu bandi misol uchun. Shunga qaytadan pechat bosib beradi. O'zi yashab turasiz unga, ya'ni nima deydi, hech ziyoni yo'q, lekin keyinchalik oldi sotdi qilayotgan bo'lsangiz, nimaga kadastr bilan oldi sotdi ikki xil deydi-da, boshqatdan buni o'lchatib xoh investitsiya, xoh boshqa maqsadda, yana qo'shimcha uylar olib qo'yishni xohlagan insonlarga nima tavsiya qilasiz? Shu to'g'ri yo'lmi yoki boshqacha variant ko'rgan yaxshimi? Investitsiya qilib olib qo'yish to'g'ri. Faqat bitta narsa, nima maqsadda olmaydi? Bizda ko'plar adashgan. Endi adashgan deganda qanday? Mendan ko'p so'rashadi. Toshkentdan uy olmoqchiman deydi. Ijaraga qo'yib qo'yaman deydi. Toshkentda hozirgi kunda ijara o'zini oldingi grafikda qoplamayapti. O'zi ijarani tartibi bo'yicha 1%, oyiga 1% to'lib tursa, bu standart, zo'r degani. Hozir 0.6-0.7 ga tushib ketganda, keyin aytaman. Toshkentda birorta odamingiz o'qimasa, o'g'lingiz, bolalaringiz yoki kimdir ishlamasa, agar ehtiyojingiz bo'lmasa, ijara uchun u tomonda biznes qiyin. Keyin bitta narsa, misol uchun bir oyda bir vaqt 3 ta odam almashib ketdi deylik. Siz qatnashishingiz kerak yo'qqa borib. Kim qo'yapti, nima qilyapti? Xudo ko'rsatmasin, nimadir muammo bo'ldi sizda o'sha ijarachingiz bilan uchastkoga telefon qilib, kelib keting deydi. Yana bordingiz, radariga tushdingiz, yo'l kira qildingiz. Yerda hech qanaqa ishingiz yo'q, lekin olib qo'ygan sizga u tashvish bo'ladi. Siz olgan ijara olish o'rniga tashvish olgan ijarangiz yo'l kiraga yetkazasiz deyman-da. Bir xil vaqt shunaqa vaziyat bo'ladi. Bir oyda haqiqatan 3 marta ijarachi almashadi. Nimadir muammo bilan. Kommunaliga qara, musoriga qara, suviga qara deb. Bu yerda bo'lsa, yoningizda ham boyagi 1% lik hozirgi kunda Jizzaxda ishlab turibdi. Amallasa bo'ladi.
Aytmoqchi bo'lganim, o'zini yaqin hududidan haqiqatan ehtiyoj bo'lmasa agar boshqa uzoq hududdan olish kerak emas va investitsiyani bir va ikki xonalidan boshlash kerak. Birinchi iloji boricha. Endi o'zini ob'yomiga qarab, o'zini moliyaviy qobiliyatiga qarab. Bugun uy olmoqchi bo'lgan inson nimani kechiktirmasdan tekshirib ko'rish kerak? Bugun uy olmoqchi bo'lgan uy olmoqchi. Borib nimani tekshirsin? Hujjatni tekshirish kerak. Hamma hujjatlari joyida bo'lsa ham, o'sha uy muammoli bo'lishi mumkinmi? Endi hamma hujjati joyida bo'lib turib, muammoli bo'lishi keldi-ku. Hech kim o'ylamagan, lekin agar u merosga qolgan bo'lsa, 3 yil ichida muammo chiqib kelishi mumkin ekan. Hujjatlar joyida edi lekin, vaholanki. Shunga o'xshash keyslar bormi yana holatlar? Muammoli bo'lishi bizda hozir yana bitta shu eng alamli narsa prosentga tushib qolganlar bor. Endi mana ko'chada uchotchik deydi, shunaqaga tushib qolganlar bor. Nima degani u? Uy prosentga o'tib ketgan. Men misol uchun bitta uyga borsam, odamlar yuribdi, lekin meni boshqa birov chaqirgan. Uyni sotaman deb reklama qilib berdim. O'sha yerda endi so'rayman, sizlar kimsizlar bu yerda? Kvartirantmi yo uyni egasisizlar, oila a'zosimizlar? Kimsizlar o'zi? Bir xil bo'lgan, shunaqa vaziyat bo'lgan. Uyimiz mana shu odamga o'tib ketgan. Qarz ustiga foiz qo'shilib, odam pulga muhtoj bo'lyapti, nomiga o'tkazib turibdi, $30,000 olyapti, 50,000 ga chiqib ketgan. To'g'ri olmagan. Prosentchilarga, sudxo'rlarga o'tib ketgan uylar bor. Ular lekin muammoli. Mana kecha Toshkentda o'sha media sohasida katta bloger bilan shu narsa bo'ldi. Yutib chiqdi, uyni qaytarib berdi. Birinchi bo'lib chiqdi bu narsa hozir. Lekin o'zi ko'p edi bu narsa. Ko'plar tushgan, bu narsadan rosa aziyat chekkan, nomiga o'tkazib qo'ygan. U protsent evaziga olgan bo'lganmi? Bu qonuniymi o'zi? Yo'qda. Qonuniy bo'lmagan uchun ham keltirib bergan. Meni uyimda qarzim borligi uchun qonunda shunaqa narsa bor. Bitta yashab turgan joyi bo'lsa, uni hech kim garov sifatida olishga haqqi yo'q. Unga uy olib berish mumkin bank, lekin garov sifatida olishga haqqi yo'q. O'zi asli shunaqa. Qo'shimcha narsasi bo'lsa, ol deydi. Lekin oilasi bilan shu yerda yashab turgan joyi bo'lsa, olma deydi. Imminda bizda shunaqa narsa bo'ladi. Shu narsaga qattiq qaraydi Markaziy bank. Mana shu sudxo'rlarga o'tib qolganlari juda qiyin. Chunki hujjat ishlari ham qiyin. Hujjat ishlari mayli, u odam keyinchalik uydan chiqmayman deb sudni yillarga cho'zishi mumkin. Siz sudxo'rdan sotib oldingiz uyni ko'rmasdan arzoniga, bu tezroq pulni ichish kerak. Lekin uyda borib shunday ochsiz, odamlar yashab turibdi. Meni uyim debdi. Hujjatsizda bo'lsa ham yutqizgan holatda bo'lasizmi? Mana boyagi narsa takrorlanadi, keyin sud jarayoniga ketadi. Birinchi o'rinda ichki ishlar ko'rib chiqadi, keyin sudga oshiriladi, keyin sud muhlat. Bir vaqt eshitganmiz, uyni yana o'sha odamga qaytarib bergan. Lekin boyagi pul bergan odam o'sha vaqtda o'sha puliga kuyib qolishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarni bilmadim, lekin men bu suhbatdan juda ham katta manfaat oldim. Uy-joy masalasida, ularning kvadraturasi masalasida, pullar masalasida, buni ichidagi o'yinlar, manyovrlar, tushib qolish mumkin bo'lgan xavflardan umuman xabardor emas ekanman degan fikrga keldim. Endi boya nima deydi? Shuning uchun mutaxassis kerak. Shuning uchun ko'plar yomon ko'rgan o'sha makler o'sha vaqt kerak bo'ladi. Mutaxassisda endi. Endi o'sha maklerlarning orasidan ham ishonchlisini topish kerak. Ishonchlisini topish kerak. Aytadiki, agar go'sht aynisa, uni tuz bilan davolash mumkin. Oldingilar esingizda bo'lsa, tuz surtib qo'yardi, yaxshilab qo'yardi. Lekin tuz aynisa, uni davosi yo'q. Mabodo aynigan maklerga uchrab qolsangiz, qiyin masala endi. Shuning uchun ham hammamizga, oladiganga ham, sotadiganga ham, o'rtada turib yuradiganga ham insof bersin deymiz. Qaysi mavzular qolib ketdi? Ya'ni men o'zim uchun tayyorlagan savollarim tugadi, lekin sizda shunaqa ochilmagan mavzular bo'lishi mumkinki, uni tomoshabinlar, uy olmoqchi bo'lganlar, uy sotmoqchi bo'lganlar, umuman turar joy, noturar joy, do'konlar, investitsiya masalalariga bog'liq holatda foydali bo'lishi mumkin. Bor bitta. Hozirgi kunda mana misol uchun 2021-yil oldi sotdi bo'lgan uy. Lekin
kadastr ko'chirma boyagi davlat ro'yxatini o'tkazish, davlat kadastr agentligiga ro'yxat o'tkazish 2024-yil qilinyapti. Oldi-sotdi qilib qo'ygan. Ketdi xayoli bilan. Undan hech kim so'ramaydi kadastringni, hech kim aytmaydi, boshqa bo'lmagan. Shu bilan nimagadir bo'lyapti-da, kadastrni 2024-yil qilyapti. Lekin uyda faktiski 2021-yil sotib olgan, davlat ro'yxatini 2024-yil o'tkazyapti. 2025-yilda sotmoqchi. Soliq hisoblashda kadastr ro'yxatdan o'tkazilgan sanaga qaralyapti hozir. Oldi sotdiga emas. Men o'zim soliqchilardan ham so'radim. Mantiqqa zid-ku, bu 2021 olgan, 3 yil o'tib bo'ldi. Xohlagan summasiga sotsa bo'ladi-ku. Oldi sotdisiga boyaga 50-100 million yozdirgan bo'lsa, 3 yil o'tib bo'ldi. Yo'q deydi, kadastrdan qachon o'tkazgan bo'lsa, o'shanga. Ha, demak, qachon oldi sotdi qilgan bo'lsa, o'shandan emas, qachon kadastr bo'lsa, shundan hisob-kitob boshlanadi 3 yillik. 3 yildan keyin sotsa hech qanaqa soliq to'lamaydi. Shuning uchun iloji boricha oldi sotdi qilgandan keyin hozirgi kunda notariuslar shunaqa, biz ishlaydigan notarius shunaqa, oldi sotdi qilib qo'lingizga o'sha shartnoma ko'tarib chiqayotganingizni notarius oldi. To'xtang deydi. Qo'lingizga bering, men skaner qilib kadastrga jo'natib qo'yay deydi. O'zlari ishlaydi shunaqa. Bir xil xayol bilan agar ko'tarib qolib ketsa, qachon o'sha ko'chirma qildi? 2 yildan keyin qildi. Oradan mayli 4 yil ham o'tib ketdi deylik. O'sha kadastr ro'yxat, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sana hisobga olinadi. Bu narsa bir xil odamlar uyini sotayotganda juda xalaqit beradi. Xo'p, Sherzod aka, katta rahmat. Sizlarga ham rahmat taklif qilganingiz uchun. Hozir tomoshabinlar sizlar bilmagan bo'lishingiz mumkin. Kameralarni o'chirtirib, o'zimni shaxsiy savollarimga ham javob oldim. Rost mana qo'l ko'tardim bu yo'nalishda. Ilmga, ma'lumotga ega emas ekanman. Xudo xolasa endi yaqin tanish bor. Nimadir bo'lsa, Sherzod aka shu yerda nima qilay, olaymi, olmayman, qanaqa sotish qanday, hammasini sizdan bilib olaman. Sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Jizzaximizda o'z qadriyatlariga ega bo'lgan, o'sha yuqorida sanab o'tdilar, hali bitmagan bo'lsa, ishonchsiz bo'lsa, hujjatlarida muammo bo'lsa, ular olib chiqilmaydi. Demak, tezda sotilishi mumkin bo'lgan tayyor holatdagi uylar sotilar ekan. Uning uchun alohida sizga tashakkur bildiraman. Va uy mavzusi ko'tarilsa, oldi sotdisi, hujjatlari mavzularida gap tugamas ekan. Shuning uchun hozir 3 soatdan beri suhbatlashyapmiz, lekin hali ham ko'p savollar. Shuning uchun hozirgacha yakunlasak-da suhbatni, Xudo xohlasa, mana shu podkastimizda yoki boshqa loyihalar doirasida ham siz bilan uchrashsak, ba'zi bir savollarimizga, xalqimizning og'riqli nuqtalariga javoblarni olsak. Nima deysiz? So'nggi so'z sifatida sizga navbat beramiz va shu bilan uchrashuvimizni, bugungi podkastimizni, Jizzaxcha hangamani yakunlaymiz. Avvalo taklif qilganlar uchun katta rahmat. Endi rahmat deganim, bu podkastni boshda ham gaplashgandik. Sizlarning o'z soha yo'nalishlaringni azaldan bilaman. Shunga chaqirishga ravo ko'rsalaring, chaqirganingiz uchun katta rahmat haqiqatan. Sizga rahmat. Yodimizdan kelib, shuncha ma'lumotlar, shuncha sifra, raqamlarni ulashganingiz uchun. Va bizni kuzatib turganlarga, misol uchun uy olaman yoki sotaman deganlarga yaxshi samimiy birgamiz sizlar bilan, Xudo xolasa, agar sotish kerakmi yoki olish kerakmi, faqat yaxshilarni birga qilamiz, Xudo xolasa. Hammaga rahmat. Hammaga omad, salomat bo'linglar. Uyga qiziquvchilar Sherzod akaning sahifalarini topinglar. Biz izohlarda ularni linklarini, havolalarini qoldiramiz. Jizzaxga qiziquvchilar bizni sahifadan uzoqqa ketmanglar. Omon bo'linglar. Xudo xolasa keyingi podkastimizda qaysi soha mutaxassislarini chaqirishimizni xohlardingiz? Kimlarni suhbatdosh sifatida ko'rishni istardingiz? Izohda yozib ketinglar. Omon bo'ling.